Mana shu aroqni ichib, bitta guldek qizni hayoti parcha-parcha bo'lib ketdi. Mo aynada qaranglar. Mana. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Suyimsiz? Siz bilan gaplashdingmi? Ha, men bilan gaplashyapmiz. Nima bo'ldi? Kecha kuni kechqurun bitta qiz o'zini osib qo'ydi. Ha, kim bo'ladi sizga? Yaxshi ko'rgan qizim bo'ladi. Yaxshi ko'rgan qizingiz bo'ladimi? Mana shu Koreyada tanishganmisizlar? Ha, Koreyaga tanishganmiz. Mana shu uyda yashaysizlarmi? Ha, shu uyda. Hozir Melisa olib ketdimi? Ha? Ha, Melisa olib ketgan. Bitta kirib sizlar ko'rdilarmi kirib? Qachon? Halimi? Ha, tanirmidlarmi qizni? Tanishsizlarmi? Bola o'rtoqlaring, to'g'rimi? Hozir kirib ko'rsak bo'ladimi? Melisa yopib, nima qilib qo'ymaganmi? Taqiqlab qo'ymaganmi? Yuringchi. Nechinchi etaj? 10-etaj. 10? Sher, unga uramiz. Qaysi tomon? Bu tomon. Hozir morgdami? Ha, hozir bo'ldi. Qayerli? Sirdaryoda. Sirdaryo? Ha, Yoshi necha dedi? 26 yosh. Bu liftmi bu? Ha. Birinchi bo'lib kim ko'rib qo'ygan endi o'lganligini? Akamiz bor edi, sherigimiz, men yaqin akam bo'lgan. Sizni yaqin akangiz ko'rib qo'yganmi? Sizni xotiningizmi u kishi? Nima? Qanaqa? Yaxshi ko'rgan qizim. Yaxshi ko'rgan qizingiz? Nikoh bormi, yo'qmi? Yo'q, nikoh. Ha? Mana shu uyda yashaganmisizlar. Svet shunday yoqsa bo'laveradimi? Endi Melisa kirishga ruxsat bergan, bermagan? Melisa kirsalar ham hech narsaga tegmanglar deb aytdi. Hech nimaga tegmanglar bo'lmasa. Nima bo'ldi aka bu yerda? Bizga tortishib qoldi kechqurun. Tortishib qoluvdi? Menimcha Ramazonga mana ular ilgansizlar-da, ha? Yasharmidilar bu qiz bilan birga mana shu yerda er-xotin bo'lib? Necha yildan beri yashardilar? 1 yildan beri? Hali telefonda 2 yildan beri taniyman dedingiz-ku? 2 yildan beri tanishman. Baqa kelingchi. Mana yoqsa bo'ladimi? Mana shishalar nima endi bu? Mayli krujkani olib. Kim ichgan buni? Shu ichib o'tirgan ekanda sen. Shu qizmi? Ha? O sigaret kim chekkan? Shu. Ash qiz chekkanmi? Mana nima mana? Bu yerda anaqa konditsionerda nimalar turadi. Mayada Ramazon. Naryoqda? Mayada archa bayram. Ramazonni nimalarini ilishgan ekanda mana. Ramazon keldi deb. Ro'za tutarmidi? Siz? Ro'za ham tutadi, aroq ham ichadi. Keyin bilmayman. Aroq ichgan bo'ldi, o'zi aynib qoldi, keyin aynib qoldi. Aroq ichgan yo'g'ida aynib qoldi, mana unimi? Tepadagi mana svetda. Tepadagimi? Tushib ketdimi bu? Unga ilgan bo'lgan ekanda Ramazonda nimasini. Uni tortib yulganda bu ham qo'shilib tushdi. Hozir uyda hamma narsani bu yerda dasturxon bo'lgan, mana bu dasturxon, buni ustida idishlar bo'lgan, tortganda hamma sinib ketgan bu yerda. Keyin bakal bo'lgan, bakalga qarab urayotgan. Sigaretmi bu? Men sigaret chekaman. Bitta urishdilarmi aka? Nimani talashib urishdilar aka? O'zbekistonda unashtirilgan. O'zbekistonda unashtirilganidan? Kim bilan? Bitta xotiningizmi, qizchangiz bor ekan, u yoqda unashtirilganmi deysiz? Mana nima edi shu? Uksiz ichib bormaganmi shu? Ichmoqchi bo'ldim, men to'kib tashladim ekan. Ichmoqchi bo'ldi? Qachon ichmoqchi bo'ldi? Men o'sha bega kirib, kurtkamni yechganimcha bedan uksiz solyapti turgan ekan. Qarasam uksiz hidi chiqib ketadi. Qo'pol ochgan. Qo'limni olib qo'yib rakovinaga to'kib yubordim.
O'zini o'ldirmoqchi bo'ldimi uksusni ichib? Bilmasam, shu qo'liga ushlagan ekanda u o'ksibdi desam. Ovqat qilgan ekanda. Ovqat qilgan ekan. Hamma idish-tovoqlar bor, sizlar kakkolo'jni oila bo'lib yashagan ekansizlar-da. Lekin nikoh yo'q-da. Siz qayerdansiz? Namangan. Namangandan. Qanaqa viza? Y9. Y9. Qancha bo'lgan kelganingizga? 2,5. 2,5 yil bo'lgan. O'qizchi? F6. F6? Karsga tekkanmi? So'ngki o'sha qizniki shekilli-ga. Buni siz sovg'a qilyapsizmi? Yo'q. Nima sabab aka o'zini o'zi osib qo'yishiga sabab nima? Ha? Rashk deb o'ylayapman. Rashk deb o'ylayapsiz? Siz aka O'zbekistonda unashtirilganmisiz? Ha? Uylanmaganmisiz O'zbekistonda? Yo'q. Siz betki meni bilishim bo'yicha, ha? Siz Y9 vizada kelgansiz. To'g'rimi? Y9 vizada kelgansiz, bu qiz bilan tanishib qolgansiz. Bu qiz Karsga tegib kelganmi o'zi Koreyaga? Karsga tegib. Hali telefonda aytdingiz, oldin O'zbekistonda ham oila qurgan ekan dedingiz, to'g'rimi? Kars ikkinchi oilasi bo'lganmi? Xo'p, undan chiqib keyin sizga tekkanmi shunda? Ha? Ha. Tegmagan, u birga yashab yurgansizlar, to'g'rimi? Nimaga nikoh qilib olmagansiz aka o'zingiz? Nimaga nikoh bo'lmagan aka? Farzand bormi? Yo'q, farzand yo'q. Bu polni ayolingiz kiyimlari shekilli. Aytdi, joy namozlar ham turib namoz ham o'qiganmisizlar? Ayolingiz deyapman, tilim ketib qolyapti, lekin ayolingiz emas-da u qiz. Qo'pol qilayotganda o'ynashingizda endi. Xafa bo'lmang-ku. Men shunaqa gapiraman-da. Bu tomon polni nima shekilliga? Zavodlar. Oho, mana olib qo'ying mana ko'chani. O, mashinalar terib tashlashibdi. Bu qanaqadir mashina zavod shekilli menimcha. Necha pul endi mashet? Oylik ijara to'lovi aka? 500 ming. 500 ming? Fojingimi qancha? 5. Ha? 3 millionligini bilardim, 5 million deb keyin oxirgi mahal o'zi aytgandi, 5 million qo'yganmiz. 5 million? 3 million deb bilardim dedi. Ha. 3 millionga fojingim bergansizlar, oyga 500 mingdan to'lov qilgansizlar, to'g'rimi? Shunday. Ha. Tushunarli. Aka, demak siz yoshingiz nechida? 25 da. 25? Nechinchi yil bo'ladi? 2001. 2000? 1mi? Bu ayni degan sindirib yubordi aka. Kurshga otuvdi-da. Kim otdi? Qizmi? Sizga otdimi? Yo'q, menga shu o'ynakka otdi. Sabab? Sizga jahl qilibmi? Hozir bunday qilsam to'kilib ketadi bu ayni. Qo'li bilan urib ko'rdi, keyin qo'li ham shilinib qoldi. Shu o'rtasi shuni teshildi-da. O'zi butuni shu o'rtalari ham bor edi. Karisni uyini qilib berishlaring kerak endi. Men hozir shokdaman borku. Ota-onasi biladimi bu qizni vafot etganligini? O'sha paytda aytmadilaringizmi? Yo'q, xabarni berganimiz yo'q hali. Bu araqni ham ikkalasini olmay ichibdi oxirigacha. Qani o'zini osgan joy qayerda? Ko'raychi. Nimada osgan o'zini? Ro'mol. Hijobda. Qani oyoqingchi? Mana shu osgandan beri hech kim kirmadimi batga? Melisalar kirgan, to'g'rimi? Kirib ketishdan ekspertiza mas'ullari kirib. Qayerga osgan? Ana shu tepada. Bu yoqqa kelingchi siz. Menga osganmi? Shu narsaga osgan. De kelingchi bu yoqqa oling kirib.
Mana stulni oling. Mana shu yerga osgan ekanda, qara. Bo'yidan sal baland ekan-a, bitta. Necha metr bo'lgan bo'yi? 1.67 bo'yi. Va 1.80 shekilli, bet. 1.80 ekan bet. 20 bor ekanda. Birinchi kim ko'rgan? Hali sherigingiz ko'rganmi? Siz umuman osilib yotgan holatda ko'rmaganmisiz? Men kelsam u bu tomonga qarab turganmidi yo bu tomonga qarab turganmi? Unisini ham bilmayman. Bilmaysiz, hali sherigingiz biladi. Sherigim bilaman. Chiqdi batda. Mana stulni kim olib kirdi batga? Stulga chiqib bosgan adashmasam. Stulga chiqib osib stulni itarib yuborganmi? Bo'lsa kerak. Katta ehtimol bilan, yana ham bilmayman. Sizlar olib kirmadilarmi buni? Yo'q. Bu ishlaydi. Men shoshilib kelgan paytim bu yerda mana shu joyda yotibdi. Demak, hop. Men endi o'zim tushunganimni aytaman hozir. Agar noto'g'ri bo'lsa, siz aytasiz, xo'pmi? Mana shu akani orqasidan turib oling-da meni. Xo'p, meni bilishim bo'yicha bu qiz qayerdan dedingiz? Sirdaryo. Sirdaryolik qiz, siz Namanganlik. Siz 7-9 bilan kelgansiz, u qiz Koreyaga karsga tegib kelgan, to'g'rimi? U qiz o'zini o'sha vatanida turmushga chiqqan, ha? Farzandli bo'lmagan yo bo'lganmi? Bitta farzand bor. Bitta farzandi bor. Xo'p, Koreyaga kelyapti. Karsga tegib kelyapti, to'g'rimi? Vizasi qanaqa edi? F6. Nelegal dedingiz shekilli? Vizasi fevralda tugaydi shekilli adashmasam. Ha. Xo'p, kelyapti, Karsga tegib, qanchadir yashayapti. Qancha yashagan? Unisidan aniq Xabaringiz yo'q. Qanday tanishib qolgansizlar qiz bilan? Internetda tanishib qolgansizlar. Keyin siz unga aytgansiz, yaxshi ko'rib qoldim, mana yaxshi ko'rib qoldim, keyin birga yashagansizlar, to'g'rimi? 2 yil oldin tanishganmisizlar? 2 yil oldin tanishganmiz. Birar yilcha gaplashib yurgansizlar. Keyin 1 yildan ozroq muddat birga yashagansizlar, to'g'rimi? Bitta uyda. Mana sizga savolda ota-onangiz bor-a? Nima sabab? Masalan, hozir so'rasam musulmonman deysiz-da, to'g'rimi? Nimaga nikohlab olmadingiz? Xo'p, mana shunchalik ekan. Uni ota-onasi biladimi? Qisman xabari bor. Indashmadimi? Gapirishgan. Nima deyishgan? Halollab olgan. Halollab olgin deyishganmi? Sizga aytishganmi? Endi unaqa yurmanglar, agar raziyat bo'lsa to'y qilinglar halollab. Xo'p. Sizlar nima degansizlar? Qiyinmi shu narsa? Qiyin emasmi? 5 minut vaqt ketadi, to'g'rimi? Niyat jiddiy bo'lganmi yo prosta o'ynatib tashlab ketish bo'lganmi? Jiddiy bo'lgan. Nima jiddiy bo'lgan bo'lsa shu. Siz u qiz bilan xullas gaplashib yurgansizda, endi men o'zimni, men ham erkak kishiman-ku. O'zimni fikrimni aytaman, noto'g'ridir balkim. Endi men fikrim bu, meni shaxsiy fikrim, tushunyapsizmi? Siz meni fikrimcha o'sha qizni, jiddiy niyatda gaplashmagansiz. Agar jiddiy niyatda gaplashganingizda siz nikohlab olgan bo'lardingiz yoki farzand ko'rishni xohlagan bo'lardingiz-da. Bu meni fikrim. Men sen shunaqasan demoqchisan, o'zim fikrimni bildiryapman. Endi meni fikrimga kimdir qo'shiladimi, qo'shilmaydimi, men bilmayman. Betizga gapiryapman. Siz o'sha qizni shu Koreyada vaqtingizda foydalanib yurmoqchi bo'lgansiz. Meni fikrim bu. Chunki manatga kirsangiz 60 ming, 70 ming 1 soatga pul berishingiz kerak. Manatda tekini bo'ladi, oziq-ovqatini qilib berasiz, maza qilib foydalanib yuradigan bir ekinzor kerak bo'lgan. Meni fikrim bu. Bu meni fikrim. Bu o'zgarmas bu fikr. Meni fikrim, balkim noto'g'ridir. Xolasiz ham, xolamasangiz ham shu. Olyapsizmi videoga? Men aytmoqchimanki, aka, u ham endi nimani o'ylagan bilmayman. Ayol kishi qulog'i bilan yaxshi ko'radi, balkim sizni o'zingizga sevib qolgandir, balkim gapingizga uchgandir, balkim ishongandir sizga. Xullas kalom nima bo'lgan taqdirda ham uni ham agar ozgina meni kallasi ishlaganda, masalan, davay, ras shunchalik ekan, yur nikoh o'qitib olaylik, harom xarj yurmaylik degan bo'lardi-da. Endi sizlar yashayapsizlar, 8 oymi, yashayapsizlar shu Piontek degan joyda. Mana zavodlar bor ekan. Birga ishlaysizlarmi yo alohida zavodda ishlaysizlarmi? Alohida. U ham ishlaydi, siz ham ishlaysiz.
u ham постоянно emas, lekin ko'chada o'sha arba shikdan, koreyskiy shikdan ishga chiqadi. Ha. U ham masalan oylik olib o'rtaga ro'zg'orga pul qilardi, siz ham qilasiz yoki u topganini uyga jo'natarmidi? Ikkalalariniki o'rtadamidi? Kimda pul bo'lsa, ro'zg'orlikda ham qilingan. Ha. Shunga qarab. Saniki maniki yo'q ekanda, xullas. Men xotinim bilan mashina olgandim dedingiz-ku. Qanaqa mashina u? BMW. Nima? BMW. BMW olganlarmi? Necha pulga olganlar? 5,5 million. 5,5 millionga? Ana ko'chadagi 5,5 million o'shami BMW? Pulini ham bermagan ekansizlar hali. Qancha puli qolgan? 2,5 million. 3 million berganmisizlar. Endi nomiga o'tganmi u BMW o'tmaganmi? O'tmaganmi? Hozir bo'lmasam agar uydagilari BMWni sotib pulini jo'natib yuborsa, BMWni egasiga qaytarib berib, pulni olib uydagilariga jo'natib yuborasizmi? Bo'ldi, tushunarli. Endi men aytmoqchimanki, aka, uydagilaringiz aytishmadimi, o'g'lim? O'zi sizni asli uydaglaringiz biladimi mana shunaqa yashab yurganingizni? Yashab yurganmiz. Bilishmaydimi? Ota-onangiz bilmaydi. Sizga u yoqda kelin oqtarishyapti. To'g'rimi? Hozir u qiz ham o'sha unashtirilib qo'yilgan qizingiz ham sizni bitta qizni kallasini aylantirib, 1 yil boshini aylantirib internetda, undan keyin 1 yil 8 oy, 10 oy birga yashab yurganligingizni, ham nikoh o'qitmay er-xotin o'ynab yurganliklaringni u sizga tegadigan qiz bilmaydi, to'g'rimi? Aytish niyatingiz bormi o'zi? Aytasizmi? Aytaman. O'sha qizga ham, tegayotgan qizga ham. O'zi u yoqda sizni bo'lib qo'yishganmi? Hozir nima sababdan o'sha kuni urush chiqdi aka? Aytingchi. O'zidan o'zi masalan kelib turib ayol kishi to'paleng qilib, uni aynalar sindirib, mana ular irg'itib, mana ularni endi aka, mana fikrim, aka, mana o'zimning fikrim, mana shu narsani siz ilmagansiz-da. Ha? Mana shu narsani siz ilmagansiz, to'g'rimi? Shu ayol ilganmi shuni? Demak, uni niyati bir kun oldin yaxshilik bo'lganda, to'g'rimi? Ha? Normalniy Ramazon oyida bir yaxshi bir niyatlar bilan shuni ilgan. Shu Ramazon shukuhi kirsin mana shu uyga deb, ha? Shunday. Endi siz men aytmoqchi bo'lganim mana ularda endi mana shular. Shuni pulga olib, kech payt yonadigan narsa-da bu, ha? Shuni pulga olib ilgan mana. Endi bu qizni niyati meni bilishimcha aka urush qilib, janjal qilib, to'paleng qilish bo'lmagan-da, ha? Bo'lmagan. Siz nima qiling, menga ayting, o'sha kuni nimadan janjal chiqdi? Bexosdan nimadan janjal chiqdi? Shu darajada ya'ni. O'zini o'zi osib yuboradigan holatda bo'lganiga nima sabab aka? Mana u nima? Rostdan pistolet bo'lmi? Nima otadi bu? Hop. O'zini o'zi o'ldiradigan darajada bo'lishligiga nima sabab deb o'ylaysiz? O'sha kuni soat necha edi aka? Siz menga kechasi nechada telefon qildingiz? 3dan keyin. Kechasi. 3dan keyin telefon qildingiz. Avaz aka, bir tanishim o'zini o'zi osib qo'ydi, shokdaman, ha? Menga yordam bering deb telefon qildingiz. Men ertalab telefoningizni ko'tardim, ertalab qo'limizdan ishitma kelmaydi, ertalab telefon qilaman, to'g'rimi? Xo'p, nimadan urush chiqdi aka? Nima sabab? Mana shu o'sha kuni mana shu narsalar joy-joyida turuvdi, mana aynan joyida turuvdi. Mana bular ilingan turuvdi, to'g'rimi? Hamma yo'q joy-joyida turuvdi. Siz eshikdan kirdingiz. U qayerda o'tiruvdi? Bu yerda ichib o'tirgan ekan. Men aytdimmi? O'zidan o'zi. O'zidan o'zi ichib o'tirgan ekan. Ichib o'tirgan ekan. Nima sabab ichishiga aka? Stres olgan bo'lsa kerak. Nimadan stres olgan? Unisini bilmayman lekin. Yo, siz hali menga aytdingizki, aka, meni dedingiz, unashtirilib qo'yilgan qizim bilan gaplashayotganligimni bilib qolib, bu aytalmasdan stres olib oldin ham bilardi-da, oldin ham bilarmidi? Xo'p, o'sha sabab deb aytibdi-ku urushganda, to'g'rimi? Sen o'sha unashtirilgansan, men shu sabab stres olib ichyapman deb, to'g'rimi? O'sha kuni o'sha sabab ichayotgan bo'lgan, to'g'rimi? Siz kirib keldingiz. Soat nechalar edi? 9, 8. 8dan keyin edi. 8dan keyin. 8:30 ga U sizga telefon qildi. Mana jamadonlarni olib ketdi dedi, to'g'rimi? Jamadonlar. Yo, bunikimi yo'q? Jamadonlar uniki edi, ichidagi narsalar meniki edi. Ha.
Sizga jamadonlar, mana ko'rpa to'shi ham siznikimi? Mana shularni yig'ib berib, olib ketdi, sizga telefon qildi, urushib qolgansizlar. Endi u sizni nikoh yani yo'q, u bag'da qolyapti, siz yana u yoqdagi qizga uylangan, O'zbekistonga ketadigan bo'lyapsiz, ikkalalang urushib qolyapsizlar. Bu qiz hamma sizni kiyim-kechak, ko'rpa to'shingizni olib chiqib olib ket deyapti. Siz ko'rpa to'shakni olgani kelyapsiz. Nimadan janjal chiqib ketdi aka? U yo haqorat qildimi, yo siz so'kdingizmi? Nimadan janjal chiqdi? Nimadan chiqdi? Kayfida. U kayfmidi? Ichib olganmidi? Ammo haqiqatda ikkita shishani bo'shatibdi. Siz ichmaysizmi? Siz o'zingiz ichmaysizmi? Siz aytdingiz-ku, oldin ham bitta karis bilan ushlab olganman dedingiz-ku. Kim bilan qayerda ushlab olgansiz? Tungi klubda. Tungi klubda? Mana shu qiz-da? O'shanda ham birga yashaverganmisiz? Payt ajrashib ketganmiz. Urush yo'q bo'lib ketganmiz. Keyin yana topishib oldilarmi? Hozir shunda u O'zbekistonda erga tegyapti, keyin yana karisga tegyapti. Keyin sizga siz bilan yashayapti, ha? Keyin yana tungi klubda siz uni ushlab olyapsiz. Siz aytyapsizki, men borib siz aytmadingizmi tungi klubda ushlab olib, sen kimsan demadingizmi karisga? Nima dedi karis? Yigitaman dedi. Yigitaman dedi. Bu nima dedi? O'sha sizni qizchangiz birga yashaydigan, xotinim deb o'ylaydigan qiz nima dedi? U ham meni yigitim dedimi? U yerda nima qilayotgan ekan ular? Tungi klubda. Kitob o'qishayotgan ekan. Nima qilishayotgan ekan? Ichib o'tirishgan ekan. Ichib o'tirishgan ekan? Sen nima qilyapsan bu karis bilan? Siz nima dedi? Ishing bo'lmasin dedi. Ishing bo'lmasin dedim. Siz nima dedingiz? Sevaman seni. Sen unashtirilgan qizim bor. Ishing bo'lmasin. O'sha bilan vaqtda bo'ldi. Dedi sizga. Ha? Hali yaqinlari bilan gaplashganimizda nima dedi? Ular o'sha payt ajrashib ketgandir. Ha, yo'q, men hali Ayas bilan gaplashdim-ku. To'g'rimi? Ayas bilan nima dedi? Viza qilish kerak. Viza qilishlik uchun. Viza qilishlik uchun gaplashyapti ekan dedi, to'g'rimi? Ruxsat berganman. Ha. Vizani tungi klubda araq ichib qilishar ekanmi? Gap bir-biriga tushmayapti, to'g'rimi? Endi qora qo'ng'iz ham bolasini olib boqim deydi-da, ha? Bilasizlar-a, aka? Qora qo'ng'iz ham bolasini olib boqim deydi. Bu odamlar masalan vobshe temada yo'q odamlar. Bular просто tak guvoh, to'g'rimi? Ashatdagi odamlar, mana bolani o'rtoqlari. Endi xullas men hozir tushunishim bo'yicha voqea shunaqa bo'lganki, bularni shu Posing degan shaharda yashashgan, mana bu bola 7-9, 2,5 yil bo'lgan kelganingizga. Namanganlik, nari qiz Sirdaryomi qayerda edi? Sirdaryolik bo'lgan, u karsga tegib kelib, bu bola bilan o'ynab yurgan, 2 yil yashab yurgan, mana shu yerda yashashgan. Bu keyin borib uylanaman degan. Bu qiz unga sabr qilmagan, chidamagan, "Yo'q, menga uylanasan" degan, xullas urush bo'lgan. Buni endi ota-onasi yoqda, "Mani o'g'lim chimildiq ko'rmagan, bir qiz bolaga uylanish kerak" degan orzu-havasi bo'lgan. Buni ham endi maytda ikkita erga tegib chiqqan qizni O'zbekistonga olib borsa, o'rtoqlarim nima deydi deb turib, buni ham o'zini fikri bo'lgan. Lekin bu yoqda yashab qo'ygan bo'lgan, nima qilishni bilmagan, xullas benikoh yashab yurishgan. Endi harom xarij yurganda orqasidan mana shuncha ish kelib chiqyapti-da. O'sha kuni keyin bu janjallashib chiqib ketyapti, o'rtada bir karis tungi klubda shovolyapti. Karis bunga aytayapti, "Men yigitiman, nima qo'lingdan keladi" deyapti. Bu ham achchiq o'yini chiqyapti. Bu xullas yo'l topolmayapti. O'sha paytda menga telefon qilganda mana shu bola. To'g'rimi? O'tgan safar siz bilan boshqa oshxonada ko'rishuvdik, esizdami? O'shanda siz holatingiz yaxshi edi, esizdami? Siz bilan ko'rishganimizga qancha bo'ldi? 2-3 hafta bo'ldi. O'shanda yaxshimidi hammasi? O'shanda menga Avaz aka, bir akam qatori, mendan bir yoshingiz katta, mana shunaqa narsa bo'lyapti deb turib maslahat so'raganingizda men sizga to'g'ri yo'l ko'rsatgan bo'lardim-da. Voqea mana shu darajagacha kelmagan bo'lardi-da, to'g'rimi? Endi hamma yo'q bo'lib, kimdir o'lgandan keyin telefon qilib, "Avaz aka, mana bo'ldi, ana bo'ldi" desangiz, men qo'limdan hech nima kelmaydi-da. Men nima qildim? O'lgan bo'lsa men tiriltirib bera olmayman. Ertalab telefon qiling deb telefon qo'yib qo'ydim, to'g'rimi? Ertasiga mana ko'rishdik, mana qo'limdan kelgancha mana hozir ham mana aka necha soat o'tirdik sizlar bilan aka? Mana shu ish orqasidan yuribmiz, to'g'rimi? Endi xullas u bo'ldi, bu bo'ldi. Bu qizni O'zbekistonda o'g'li bormi? O'zbekistonda o'g'li bor. U kimdan? U karisdan, o'zbekdan, qaysi biridan, ha? Birinchi turmushidan O'zbekiston. Birinchi turmushidan, ha? Endi bu qiz o'sha kuni demak siz batta janjal bo'ldi, u meni uni sindirdi.
ana uni ichib o'tirgan ekan, uksusni ichaman desa qo'ldan olib qo'yibsiz, mana kiyimlaringizni olib chiqib ket debdi. Keyin siz kiyimlarni olib janjal necha minut bo'ldi yoki sekund yo bu janjal bo'lmadi. O'zi aslida tortishib janjal bo'lmadi. Biz o'tirdik, yaxshi gaplashdik. Keyin bu chemadonlarni yetalab chiqib ketyapti tursam, chemadonni tashlab ket, mening chemodanim dedi. Men o'zim boshqa sumka, setka, shunga o'xshash narsalar bor edi, kiyimlarimni unga joyladim. Jamadonni tashlab ketdingiz. Jamadonni qo'yib chiqib ketyapti. Chiqib ketdingiz. Chiqib ketyapti tursam, dasturxon tortdi bu yerdan. Nimani tortdi? Dasturxon bor edi uni ustida. Mana uni ustidami? Dasturxon bor edi, ustida meva-cheva, shunga o'xshash idishlar bor edi. Idishlar tushib sinib ketdi ular, rasvo bo'lib. Keyin yana bakal tushdi. U orada bu stullarni tepib, buni ag'darib. Endi jahli chiqib, berga osilgan nimalarni ham yulib. Endi sizni chiqib ketayotganligingiz uchun chiqib ketma deyishni o'rniga, bularni buzib tepib sizni chiqib ketmasligingizni xohlayapti-da u. Gapirmasdan harakati bilan sizga chiqib ketma demoqchi bo'lyapti. Tushunyapsizmi? Xo'p, siz o'shanda mana sani jamadoning deb narsalaringizni olib chiqib ketdingiz. Qayerga chiqib ketyapti o'zi o'sha paytda? Siz boshqa uyingiz bormidi? O'z ishxonamga ketyapman. Boshqa joyga, to'g'rimi? Bugun boshqa joyda qolaman deb ketyapti o'zi. Keyin ayolingiz necha minutdan keyin sizni o'rtog'ingizga telefon qildi? Pastga birga tushdik. Hop. Mashinadan narsam bor edi, mashinadan narsamni oldim. Keyin pastga tushdik. Soat 12:40-50 lar atrofi edi. O'rtog'ingizga telefon qildi. Yo'q, u orada bu uyga chiqib ketgan. Hop. Men boshqa joyga ketganman. Yo'lda ketib turganman. Hop. Oradan 10-15 daqiqa o'tib o'sha o'rtog'ingizga telefon qildi, to'g'rimi? Hop, o'rtog'ingiz kelyapti, ha? O'rtog'ingiz uyda bo'lganmi o'sha paytda? Uyda. Hop, o'rtog'ingizga telefon qilib aytgan ekan, ha? Nima? Keling, mana bu xarajatlar bor, olib keting degan ekan. U mahal obeddan keyin. Ha, u oldinmi u? Oldim. Ha. Keyin bitta o'rtog'ingizga telefon qilganda, o'sha osib qo'yayotgan mahalda telefon qilganda ovozi bor ekan, ha? O'sha ovozni eshitsam bo'ladimi? Hali o'rtog'ingizdan men olaman o'sha narsani. Men o'shani odamlarga qo'yib beraman. Qani nima ekan u yerda, nima yozilgan? Men yana shu narsani aytib o'tib ketay. Bu qiz mana shu bolani o'sha sevgilisi urushib chiqib ketishganda bu bolani o'rtog'iga o'zini osib qo'yayotgan paytda telefon qilgan, to'g'rimi? Osib qo'yayotgan paytda telefon qilganda o'sha osib qo'yayotgan paytda xirilayotganlari, demak, zapisda yozilib qolgan, to'g'rimi? O'sha zapisni ertaga men o'rtog'ingizdan olaman, ha? Odamlarga qo'yib beraman. Hani qanaqa holatda bo'lgan, nima, balkim nimadir bordir o'sha yerda, bilmaymiz-ku, to'g'rimi? Endi o'shani qo'yib beraman. Xo'p, siz o'rtog'ingiz kelyapti, keyin akalar chetdan qochib turinglar-da bu tomonga. Endi o'rtog'ingiz kelyapti. Mana bu yoqdan oling siz, o yerdan oling. Xo'p, sevganingiz o'rtog'ingizga telefon qilyapti. Sizda rashk degan narsa bormi? Men o'zim osyapman deb telefon qildim. Nima deb telefon qildim? Qaring dedim, nima deb telefon qildim? Ayting-chi. Endi gap ovoz eshitilmaganda. Ha, prosta xirillagan xolos, to'g'rimi? Xo'p, o'rtog'ingiz nimadir bo'ldi bunga deb turib uyga kelgan, to'g'rimi? Xo'p, uyga kelgan, uyni kodini qanday ochgan yo eshik ochiq bo'lganmi? Uyni kodini ochgan. O'zi ochganmi? O'rtog'ingiz. Sizni xotiningiz bilan yashaydigan uyingizni kodini o'rtog'ingiz qayerdan biladi? Men aytgan. O'rtog'ingizgami? Nimaga? Oldin sal kasali bor bu qiz. Sal kasali bor, tili ketib qolib, hushidan ketib qoladigan anaqasi bor. Hop, kasali bor. Hop, shunga nima bo'ldi? Endi har xil vaziyat bo'lardi, doim yonida bo'lmasdim, ishda bo'lardim boshqa yerda. Hop. Shunga erkak o'rtog'ingizga xotiningizni tili ketib qolsa yordam berasan deb turib, uyingiz kodini aytib qo'yganmisiz? Shunaqa to'g'ri tushundimmi akalar yo noto'g'ri tushundimmi? Sizga bitta konkret savol. Sizda rashk degan narsa bormi? Yo yo'qmi? Men masalan siz shunaqa qila olasizmi? Masalan, sevgan insoningiz borda, u bilan nikohsiz bo'lsa ham yashayapsiz, bir-birlaringni hozir so'rasak, haligi ashula aytib yurishadi. Bizni sevgimiz boshqacha deb yurishadi-da, masalan, hozir mana shu bolada tirikligida yurganda dengizga borib olib. Lekin u zavodda ishlayotgan paytda uyda xotini bo'lsa, tili ketib qolar ekanda, o'rtog'iga aytib qo'yibdi. Uyini kodini, xotinim tili ketib qolsa, senga telefon qilsa, sen borib qutqar degan ma'noda. Hozir menga shuni deyapsiz, to'g'rimi? Xo'p, endi xo'p bo'pti deylik, mana shu gapga ishondim deylik. Maytdan kiryapti-da, kodini ochib kiryapti. U xotinam
o'rtog'ingizga telefon qilyapti, kodini ochib kiryapti. U bilan ham gaplashdimda hali. U kiryapti, mana yerga qarayapti, birinchi. Spalniga. Qarayapti, mana yoqqa qarayapti, zalga, yoqqa qarayapti, yo'q hech kim. Keyin mana yerga qarayapti, hech kim yo'qda, keyin bitta variant tualet qolyapti. Ha? Tualetga kiryapti, uni bunday yoqyapti-da. Mana yerga shunday kirsa, mana yerda osig'liq turibdi. Mana yerda. Ha? Mana oling, mana shu yerda yana bitta oling. Mana shu temirga osig'liq turibdi, pastigacha oling. O zakolka ham o'shanda tushib qolgan shekilliga. Bo'ladi. Xo'p. Endi u bola sizga telefon qildimi birinchi? Ha, menga telefon. Siz qayerda edingiz? Yo'ldamidingiz? Yo'lda ketyapti. Qayerga ketyapsiz? Boshqa shaharga. Ishxonam. Ishxonangiz uzoqmi? Xosonda. Xivasonda. Xo'p, ketyapti dedingiz, keyin u telefon qildi sizga, to'g'rimi? Nima dedi? Xotining o'lib qolibdi dedimi? O'zini osib qo'yibdi, tez keldi. Ha, nafas olayotdimi o'shanda? Menimcha yo'q. Olmayapti? Nafas olyaptimi desam yo'q. Ha, u qayerdan bitta ushlab ko'ribdi Ushlab uni. ko'rgan bo'lsa kerak. Ha. Keyin birinchi kimga telefon qildilaringiz? Ilkuga. Ililkuga? Ililku nima dedi? Adres tashladi. Qanchada vaqtda keldi Ililku? Ilkuga kelmadi. Adres tashladi. Bu uyda adresini men yaxshi bilmasdim. Qanday bilmaysiz? O'zi yozma shaklini bilmasdim. Ko'rib turib bilaman, Qo'sonda endi yashaganman. Ha. Yozma shaklini bilmasdim, ko'rib turib topib. Qarang, yozma shaklini bilmasdim nima degani? Adresda Ililkuga telefon qilsangiz, SMSda tashlab ber yo o'qib ber deydi, to'g'rimi? Ililku mana shu atrofdagi Ililkuga tushasiz, to'g'rimi? Endi masalan, palondaqa deb aytsangiz, ular taxminan ko'chani, binoni nomini ham biladi, ular. Siz o'sha aytib ham bera olmaysiz uni telefonda. Aytib berdim. Ha. Ular tushunmadimi? Ularga tushuntira olmadingizmi manzilda? Menimcha shunday. Ha, tushuntira olmadingiz. Necha minut tushuntira olmadingiz o'sha? 2 minutlar atrofida. Ha, ular qancha vaqtda yetib keldi bu yerga? Ilku kelmadi, men o'zim yetib keldim. Ha, undan birinchi o'zingiz keldingizmi? O'zim keldim. Kelsam bu yerda cho'zilib yotgan ekan. Qayerda yotgan ekan? Qanaqasiga yotgan? Shunday bosh taraf, bu tarafda ekan. Boshim aytdi. Boshi bu tarafda ekan. Mashgacha, ha? Yotgan. O'rtog'ingiz qayerda turuvdi? Shu men mashina eshik oldida turgan ekan. Maytdami? Ha? Eshik ochiqmidi? Eshik ochiq. Ha, nima dedi kelganingizda? Siz qanday holatga tushdingiz? Shokka tushib qoldim. Keyinchi? Badanim muzlab. Hop. Banisaga borish kerak buni. Ilku topolmadi manzilimizni. Hop. Ililkuga o'zimiz olib boramiz dedingiz. Hop. Boramiz. Qanday? Mashinaga solib olib bordingizmi? Ana BMWga. Yo'q. Ha. Boshqa o'rtog'im san'atasiga. Ha. Bordilaring Ililkuga. Ililku nima dedi? Sraz ko'rib o'libdi dedimi? Yo'q, bunga tibbiy yordam kerak tez dedi. O'libdi haqida gapirmadi. Demak, o'lmagan ekanda, nafas olayotgan. Yo'q, nafas olgan yo'q. Nimaga? Nafas olgan yo'q dedi. Nafas olgan yo'q Nafas olgan yo'q dedi. Keyin yuragini massaj qildi dedi. Orada yuragini massaj qildi. Tez yordam. Tushunarli. Orada sun'iy nafas nima berdi unda? Orada ishlab ketdimi yuragi? Orada yuragi bir marta uribdi. Bir marta uribdimi? Shu bir martami, 2 martami uribdi. O'sha payt sun'iy nafas berdimi? Kasalxonada. Yo'q. Mashinani o'zidan. Biz olib borgan, Anjunda olib borgan больницамizda yuragi urgan 2-3 marta. Keyin o'lgan. Keyin o'lgan, to'g'rimi? Keyin больница mashinaga yuklab, Piontekdagi katta больницаga olib ketdi. Xo'p, o'shanda yashayotdimi yo o'lgan odamni ko'tarib yurishuvdimi? O'lgan odamni ko'tarib yurishdi. Doktorlar? Xo'p, qarang, endi sizga nima? Hozir kasalxona to'lovi qancha chiqdi? O'sha arzimagan 5-10 minut yoki yarim soat ichiga. 1,5 million. 1,5 million wonmi? Endi bizni boshqa dunyoni boshqa joylaridan ko'rib turganlar uchun bu $1000 atrofida bo'ladimi hozir? $1000 dan oshiqroq. 1000, 10, 20 dollar bo'lsa kerak, bilmayman yana. Xo'p, 1 soatga $1000 dan oshiq pul chiqdi, to'g'rimi? Xo'p, endi o'sha yerda больницада turib, siz menga telefon qildingiz. Ha, больницада. Tushunarli. Meni doktorlar aytdiki, menga juda kech qolibsizlar. Ertaroq olib kelganda iloji bor dedi. Iloji bor edi, deganday qilib gapirdi, juda kech qolibsizlar. Tushunarli. Biz ham lekin maksimal harakat qildik, Anjundan 8 kilometrlar. Aka, men bu narsani tushunmayapman-da, mana qarang. Siz nima sababdan uyingizni kodini o'rtog'ingizga aytib qo'ydingiz? Men shuni tushunmayapman hozir.
Men qabul qilolmayapman aka. Aslida Siz uylanganmisiz? Siz uylanganmisiz? Sizchi? Siniz bormi? Sinizni masalan, siniz bitta yashaygan joyga boshqa begona odamga kodini berib qo'yasizmi? Sinim kasal bo'lsa borib til orqaga ketib qolsa sun'iy nafas berib qo'yasan deb berib qo'yalasizmi? Shu to'g'rimi shu? It hatto qilmasa kerak mana shu ishni, to'g'rimi? It qilmaydi, it ham qizg'anadi-da, to'g'risida. Akamisiz, ukamisiz nima edi? Yoshingiz nechida edi? Kichkina, mendan kichkinasi. Aka, men endi aka deyman-da hammani. Xullas, mana bu sizni qilgan ishingizni it qilmaydi aka. Xafa bo'lmang, betingizga aytaman. O'lib ketsa ham bo'laveradi shundan. Kim? Tili ketib qolib o'lib ketsa ham bo'laveradi shundan. Yo'q, qarang, sizga savol-da. To'g'ri gapiryapsiz, o'zingiz fikringizcha. O'lib ketsa ham bo'laveradimi deyapsiz-da, ha? Ha, xo'p, o'sha erkak kishiga aytguncha, ayol kishiga aytsangiz nima bo'ladi? Menga ayol tanishtiradi. Aka, posingda yashaysizlarmi sizlar ham? Hozir men sizga mana shu yerga bugun keldim men hozir. Men sizga 50 ta ayolni kontaktini topib beraman hozir. 50 ta. Mana posing Telegram gruppa bor-a? Telegram gruppaga shunday yozib turib, akalar, opalar, meni ayolim yoki shu yashab turgan xotinim, mana o'sha yashab turgan xotinim meni o'sha yo'qligim paytida tili ketib qolishi mumkin. O'shanga bir ayol kishi postoyanno aloqada bo'lib tursa, telefon qilsa, boshqa qilsa, ha? Yugurib chiqib bir xabar olib qo'yinglar yoki o'shanga qarab, u nima oshxona borki, ixlosmidi nima edi? O'sha ixlosni oldida yashasangiz, o'sha masjid atrofida ayol kishilar yashaydi. Men bilaman shuni. Men ham yashaganman bitta. Tushundingizmi? O'sha ixlosingizni oldida to'la bir dunyo etnitskiy karislar, O'zbekistondagi o'zbeklar bir hozir sanayman 100 ta ayol chiqadi shu mahallaning o'zidan O'zbekiston fuqarosi hammasi. O'zbek tilida gapiradi ashlar. Bitta podyezdni o'zidan bilmayman, 20 ta ayol topsa bo'lsa kerak mana shu o'zbek ayollarida. O'sha yerga borib olib, masalan, bitta o'sha o'zimiznikilar ichida aralashib, xo'p bitta xotinimdan bir xabar olib qo'ylar deb bir ayol kishiga nomer bersangiz bo'lmaydimi? O'zi o'rtag'izga berib. G'alati emasmi bu? Xo'p, ayol, men tilim ketib qolyapti-da, u ayolingiz ham emas o'zi aslida-da. Balkim endi ikkingizda qanaqadir bir nima bordir, lekin g'irt qo'pol aytganda bilganlaringni qilib yurgan insonsizlar-da. Xo'p, ota-onasi ham bilgan-a uni. Ota-onasi ham bilgan. Endi nikoh o'qitib olinglar degan sizlar ha deb turib bilganlaringni qilib yuravergansizlar, to'g'rimi? Endi o'zlaringcha siz yoqda endi men bu ikkita, uchta erga tekkan odam bilan men yashaymanmi deb turib o'zingizcha endi siz yoqda bitta qiz bolaga uylanmoqchi bo'lgansiz, xuddi o'zingiz bir osmondagi oydek. Ba'da endi bu kishim sizni qizg'anib, o'zi bunday olib qaraganda nikohlari ham yo'q, nima bir-birlarini qizg'anishar ekan, men hayronman. To'g'risimi aka? To'g'ri gapiryapmanmi yo noto'g'ri gap gapiryapman? Mana sizlar xolis guvohsizlar. Qanaqa gap gapiryapman aka? Hozir endi xo'p, bo'larish bo'ldi. Bu bitta bola yetim qoldi. Ana O'zbekistondagi narigi eridan qolgan bola yetim qoldi, ha? Endi hozir morgxonada yotibdimi ayol? Endi bu vizasi qanaqa buni hozir? Vizasi yo'q, hozir vizasi tugagan. Vizasi tugagan? Oldingi vizasi qanaqa edi? F6 bo'lgan. Kasalxona to'lovi qancha chiqdi? 1,5 milliondan oshiq. 1,5 milliondan oshiq. Siz hozir pulingiz bormi? 1,5 milliondan oshiq bo'lgani uchun, ha? Men keyin bu insonga men ehson yig'mayman, chunki bu inson ehsonda egasi bas. Chunki siz borsiz batda, masalan, mashinangiz bor, sotasiz mashinangizni. Men aka bitta joyga borsam, ehson yig'ish kerak bo'lsa, oldin hamma yo'q surishtiraman-da. Agar o'zini puli bo'lsa, ishlat o'zingni pulingni degan. Bu ehsonni egasi bor-da. U hali palakatdan bir xudodan bo'lib yo'lidan kiyik chiqib qolib, bir nima bo'lsa, mayli, hay unga yordam bersak-da, o'zida imkoniyat yo'q bo'lsa. Lekin mana qilib o'z aqli muchasi yetib, nimasi sog' bo'lib turib, bir-birini rashk qilib, boshqa qilib, ichib kayfini qilib, xoram xarij yurib, nima qilib, oxiri mana oxiri ahvol aka. Mana xoram xarijda ahvolida, to'g'rimi? Mana siz ham shu bola bilan tengmisiz yo kattami? Sizchi? Siz nima uylanmayapsiz aka? Siz masjidda bittasi bilan yursangiz bo'lmaydimi siz? Uydagilar qatdan bilib o'tiribdi aka. Yashavering masjidda bittasini olib kirib olib, qiynalib yurasizmi aka? Ha?
to'g'ri kelmaydi, ha? Qayerdansiz siz? Farg'onadamisiz? Aka, bitta savol beraman-da sizga. Men ham Y9 viza bilan kelganman-da. Y9 viza degani ishchi viza degani, ha? To'g'rimi gapim? Sizga savol. 2,5 yil davomida mana shu qiz bilan tanishganingizga 2 yil bo'libdi. Xo'p, undan oldin 5 oy bo'lgan ekan Koreyaga kelganingizga. Mana o'pshi 2,5 yil bo'libdi. Siz mana shu 2,5 yil davomida mana Koreyaga kelgan odam bir yemay ichmay uyqulaydi deydi, yemay ichmay bir sinimi chiqaradi deydi, ani tomni ochib yangilaydi deydi, ha? Uyda bir nima yerda bir asfalt qiladi deydi, ha? To'g'rimi? Yoki qarzlardan qutulaylik deydi, ha? O'zbekmiz-ku. Yemay ichmay O'zbekistonga jo'natadi, ko'zim bir narsani ko'rsin deydi. Sizga konkret savol mana. Men o'z javobini o'zi bilib turibman. Siz 2,5 yil davomida moddiy tomondan nima ish qildingiz aka? Moddiy tomondan mashina oldingizmi, dadangizni umraga jo'natdingizmi, uyni yangilab tomini ochdingizmi, siyningizni chiqardingizmi, ha? Nima ish qildingiz aka siz? 2,5 yil davomida menga aytingchi. Ochig'ini ayting aka. Men ko'p ish qilganman. Nima qildingiz? Mana ko'p ish qilganim emas, nima qildingiz? Mashina oldingizmi? Xo'p, nimadir qildingizmi? Shu 2,5 yil shunday o'tib ketdimi aka hozir? Ozroq ishlar, amallar jo'natdim. Deyarli u narsa. Hech nima qilmadingizmi? Kattalar narsa. Yo, ko'z ko'radigan nimadir qilmadingizmi? Hozir mana 2,5 yil o'tdi, mana o'zi sizni vizangiz 3 yillikda. Yana bir 4-5 oydan keyin sizni vizangiz tugaydi, to'g'rimi? Siz O'zbekistonga ketasiz. Nima qildingiz? Aka, O'zbekistonda bitta Yandex mashina minadigan o Farg'ona Toshkent qatnaydigan bolalar hamchi aka, o'zidan ortib yemay ichmay o'sha perashkasini yeb, aka, bilasizmi? O'sani Sanjar Patridagi hali tekinga beradigan hali kulcha non bilan kirant suvini ichib, o'shalar ham o'zini yurtida bolasini, enatasini bag'rida $1000 pulni o'ynab kulib topyapti O'zbekistonda. Kelmay qo'ymaysizmi aka Koreyaga? Bunaqa qilib hamma yoqda xoramini chiqarib bitta odamni boshini yeguncha aka. Sizga mana konkret savol aka. Nimani qoyil qildingiz aka siz? Mana bitta savol beraman yana. Imtihondan o'qib o'tganmisiz? Nimani o'qib o'tgansiz? Koreys tilini bilasizmi? Siz hozir men koreys tilidan dars berganman-da aka. Men sizga hozir bitta ikkita savol berib, koreys tilidan o'zi o'tganmi bu yo pora bilan o'tganmi bilib olaman-da. Siz pora berib o'tganmisiz? Qo'qlayotgan ko'rmaysizmi o'sha qizga masalan? Men u boladan nima hayot hozir vaqtni orqaga qaytarib bitta odam tiriltirib beraman. Men hozir buni ayblamayman, unda ham ayb bor. Hozir eng qizig'i bunda ham ayb bor, unda ham ayb bor. Bu ikkalasi-ku, bu bittasi masalan uylanmagan ekan, u ikkita uchta er ko'rgan ekan, ota-ona qarayapti u yoqdagilar. To'g'rimi? Bu qizni ota-onasi ham bilar ekan bu bilan nikohsiz yashab yotib turib yurganini. Ha? Mana uni nima uylashyapti masalan? Raz mana u xo'p bitta qizni nima qilsan, nikohingga olavermaysanmi? Ha, to'g'rimi? 8 ta erga tegib chiqsa ham, shu yo'lga kirding, mana qadam qo'yding. Men qattiq o'shab shuni oxirigacha yetmading, to'g'rimi? Aka, xafa bo'lmang, men ashuna qattiq gapiraman-da, tushundingizmi? Chunki bu haqiqat. Hozir siz vaqtni orqaga qaytarib, mana shu qizni tiriltirib bera olmaysiz. Bitta men emas, hamma. Tushunmadim. Bitta men emas, hamma ham qaytarib tiriltira olmaydi. Xo'p, biz nimamiz emas, uni so'ralmaymiz biz. Ertaga o'sha kuni mana nima bo'lgan, nima qilgansizlar men bilmayman. Lekin mana shu qizni xo'p o'sha ichar ekan, boshqa ekan. Qo'poq qilayotgan ko'rmaysizmi o'sha qizga masalan? Bunday qilib qilsa borib o'sha uylanadigan qizingizga uylanib olmaysizmi O'zbekistonda? Qo'lingizdan kelmas ekan, aroq ichishni bilar ekansiz. Karisga tegib chiqib, baribir bir aqlini yig'ishtirib olmaganligini bilar ekansiz. Yo eplanmasligingizga aqlingiz yetsa masalan, yig'ishtirib qo'ymaysiz. Siz o'ylagansiz, kelsangiz ovqatingiz tayyor, joyingiz tayyor, quchoqlab yotgan odam bor, ko'chada aylanib yurgan odam bor. Sizga bir igrushka bor degandek men nazarimda shunaqa bo'lyapti-da. Tushunyapsizmi? Siz foydalandingiz bundan. Foydalandingiz. Mana oxiri mana shu uksusni ichaman debdi, siz qahramonlik ko'rsatib olib qolibsiz. Bitta shu ishni qo'yiladi sizlarga. Xafa bo'lmang, men shunaqa gapiraman. Xo'p, hozir nima qilasiz? Endi men hozir sizlarni
hozir qo'pol qilib aytganda men buni davlatimizga ham rahmim keladi-da, to'g'risida. Endi to'g'ri, masalan, xorijda ishlayotganlarni davlat tomonidan jo'natilinadi-da, asli. Lekin nima qilib o'zini aybi bilan, bir-birini harom-xarit sevib qolib va bunaqa qilib o'zini osib qo'yib, u yerda bolalarni yetim qilib, mana uni nima qilib, mana shuncha odam ovora hozir, ana karisda nima ayb, u aynagini nima sindirishadi, to'g'rimi? Davlat endi mana shu bitta marhumani jo'natish uchun hozir to'g'risini aytaman, 7,5 million pul sarflaydi Koreyaning sharoitida. 7,5 million won. Bunday olib qarasangiz 5,000 dollardan oshiq pul bo'ladi. Bu davlat byudjetidan sarflanyaptimi? Nima foyda bularni jo'natib masalan? Xo'p, ishlayotgan bo'lsa, bir baxtsiz hodisa bo'lsa mayli, lekin men hozir vijdonim qiynaladi, to'g'risida. Men ham hozir aytaman, u tegishli odamlarga, mayda bitta odam o'lib qolibdi, shuni davlat tomonidan jo'natib beraylik deb aytaman-da. Hozir ular ham endi o'lganda kunidan xo'p shu qonunda bor ekanda jo'natib beradi. Lekin aslida o'zimda olib qarasangiz, nohaqlik-da bu. O'zini harom-xaraj ishi bilan qayerdadir o'lib ketadi-da, unga davlat keyin majburmi o'ligini jo'natishga? To'g'rimi? Davlat byudjetidan ketyaptimi? To'g'rimi o'sha? Shuning uchun men aytmoqchimanki, hozir men bunaqa paytdachi, davay qil o'zing deyishga haqqim bor-da. Sen qil o'zingni. O'zing qil, davay shuncha ishni qilsan, bor BMWni sot. Mana marhumani jo'natsan, jo'natasan hozir. Mana 7,5 million ketadi anaqaga jo'natishga. Tushundingizmi? Ana u morg xones ertaga 500 mingdan atrofida chiqadi. Ana u nimas 1,5 million, o'sha 2 million, yog'i 7,5 million sizga hozir 9,5 million pul kerak ekan. O'pishi masalani hal qilishingiz uchun, o'sha marhumani O'zbekistonga jo'natishingiz uchun. Topalasizmi 9,5 million? Hammasini topolmasa, qolganini kim topadi? Qolganini men bilmayman. Demak, o'zingizda pul bormi shunda? Ehson, men dodni sezam, ehson yig'mayman. O'zimdan o'zimizdan chiqadi. Bo'ldi, lekin men aka, mana shu videoni qo'yib yuboraman hozir. Nimaga deganda, odamlar bilsin. Ana u O'zbekistonda ota-onalar bilsin. Mana mencha qizini Koreyaga qo'yib yuboradi-da. Qaysi aql bilan, qaysi farosat bilan shuncha och bo'rini ichiga qo'yib yuborarkin shular. Ha? Bu Koreyani bu nari mahalla deb o'ylashammikin-a? Ko'rayotganlar, ko'ryapsizlarmi sizlar? Mana shunaqa bu-ku mana er ko'rib, yana bitta er ko'rib chiqqan qizda. Mendekkina qizlarni jo'natib yuborishadi-da. Yana undan uyda o'tirib olib, qizim pul jo'natib qo'yishlariga o'ylayman yana. O O'zbekistondagi ota-onalarga aytyapman-da. Tushundingizmi? Endi men hali odatim borki, men shunaqa derskiroq gap, men hozir sizni so'kib tashagim kelyapti. Boshqacha gaplar kelyapti. Zo'r o'zim bosib turibman. Chunki meni odam qaytib kelmaydi endi. Bo'ldi. Bitta bolani yetim qildilaring, уже bo'ldi, u qaytib kelmaydi endi. Endi siz ham borib hozir xuddi bir tog'ni talqon qilib kelgandek borib, hozir mana videoda teskari qarab video qilyapmiz, borib endi bitta qizga uylanasiz-da. To'g'rimi? Shunaqa bo'ladimi? Hozir video qilaylik desam, yo aka betim chiqmasin dedingiz, to'g'rimi? Xatoyingizni tushundingizmi? Xatoyingizga pushaymonmisiz? Ha? Men sizgacha jazo berib qo'ya olmayman. Men hech kimman aka siz oldingizda. Prosta kechasi, yarim kechasi 2 da telefon qilib, "Avaz aka" dedingiz, necha yuz kilometrdan keldim, to'g'rimi mana shu yerga? Endi sizni shunday tashab ketsam, siz hayotda mana shu qizni yuvib kafanlab O'zbekistonga jo'nata olmaysiz. To'g'rimi? Qo'lingizdan keladimi? O'sha chagiya deb dengizlarda quchoqlashib, live story qilib, hozir telefoningizni qarasam, nechta quchoqlashib tushgan rasmingiz bor. Yaxshi ko'raman, sevgilim deb, to'g'rimi? Hozir o'sha sevgilingiz oldiga kirib, shunday nima xaladonni ochib beramiz, xaladinlikda yotibdi. 1 minut tura olmaysiz oldida. 1 minut turib beramiz aka. 1 minut. Shuning uchun aka odam bunday o'ylash kerak aka. Masalan, bunday qarab, men sizga bitta zo'r gap aytayim. Singlingiz bor? Opingiz bilan men shu ishni qilsam, siz xo'p deyaverasizmi? Masalan, opingiz bilan, opingiz bor-ku, to'g'ri? Opingiz bilan men opingizni aldab, mana shu yerda yashab, nikohsiz,
bilganimni qilib, oxiri bir narsalarnidir boshqa o'lgandan keyin ayta bezrayib tursam, nima qilarardingiz aka siz meni? Men so'yib yuborarmidingiz meni? Ha? Uni ham akasi bor ekan. Endi o'zlaring hal qilasizlar bu yoqni. Men aralashmayman o'rtalaringga. Endi kim nima qilsa o'zi meni vazifam aka. Kerakli odamlarga bu gapni yetkazish. Mana O'zbekiston fuqarosi nima bo'lib o'libdi desa, mana shu sababga ko'ra o'libdi. Mana u pasporti ekan, mana u bunaqa adresi ekan, mana u yotgan morgxonasi ekan deyman. Menga aytishadi, Avazbek o'sha qizni yuvib kafallab, biz musulmonmiz, shariat qonun qoidasi bo'yicha O'zbekistonga chiroyli qilib jo'natib bering desa, men xolis yordam beradigan odamman. Kelishimga sizdan 1 so'm pul so'radimmi? Ketishimga ham so'ramayman. Hozir men ertaga o'sha morgxonaga ham boraman. Men bugun shu shaharda qolib morgxonaga boraman. Menimcha 3 kun, 4 kun vaqtimiz ketadi. Mana shu qizni o'ziga. Tushundingizmi? Bo'ldi, hamma xarajatini siz to'laysiz o'zingiz. Bo'yningizga olasiz. Men hozir xohlamayman, ihson yig'ishni xohlamayman. Siz mashinangizni sotasizmi? Ko'chaga chiqib o'zingizni sotasizmi? Menga farqi yo'q. Qarz olasizmi? Kredit olmang faqat. Pulni bering, menga bermang. O'sha firma hisobiga to'laysiz, xohlasangiz daxt olib borib bering, xohlasangiz kartaga olib borib bering. O'sha firmani hisobiga to'laysiz, ertaga kasalxonalaringizni to'laysiz. Men o'sha ayolingizni bir o'zbek ayollardan iltimos qilaman, yuvib kafallab, chiroyli qilib dokumentlarini qilib jo'natib beraman. Lekin mana shu videoni Instagramga qo'yaman. Ko'rganlar xulosasini qilib olsin. Mana oxiri mana shu. Harom yurishning oqibati mana. To'g'risi aka. Endi ertaga aka, mana bugun kechikirdi. Soatingiz necha bo'ldi? Xo'p, 12:30 bo'pti bugun aka. Qarang, mana ne'matlarni qarang, chochilib yotishini qarang. 12:30 bo'pti. 12:30 bo'lgan bo'lsa aka, ertaga soat 9 da aka, 9 da. 9 da biz siz bilan anaqada ko'rishamiz. Mana morgxonada, ha? Morgxonada ko'rishsak, ertadan xudo xolasa menga pasportini, ha? Zagran pasport bormi? Bo'lishi kerak. Qayerda bo'lishi kerak? Sheyla bo'lsa kerak. Davay, qarang. O Melisa olib ketgan bo'lishi ham mumkin lekin. Ha. Qarang shuni. Adashmasa Melisa olib ketib berdi, kashiloga turardi-da. Qarang. Bunday qilingchi. Rasmi bor ekan-a? Nimalar bu? Namozni o'rganaman deb yozib yurgan ekan-da. O'zbekcha qilib, ha? Tasbihlar kimniki? Ayolingizniki? Ayolingizniki, o'sha qiznikimi? O betlarni o'zingiz yig'ishtirib, aka, bitta so'mkaga solasiz. Bo'ptimi? Uni kichkina so'mkani olib keling baqa. Ertaga marhumni jo'natayotgan paytimizda aka, agar men anular bilan gaplashaman, qo'shib jo'natib yuborish imkoniyati bo'lsa, jo'natib yuborasiz-da. Mana unda emasmi pasport? Shunda shekilli. Mana pasport. Mana. Yonda kashlogidagi kartasin. Rasmini ko'rsatmay qo'ying. O'shab turingchi. Mana O'zbekiston pasporti ham bor ekan. ID kartasi ham bor ekan. Pravasi ham bor ekan. Mana shuni shunday olib ketaveramiz aka-men. To'njam bor ekan. Bu shotlarda pullari bo'lsa, ayalariga olib bering. Bo'lishi mumkinmi puli? Bo'lishi mumkin, ha. Ayalariga olib bering pullarini.
Bu boshqa ishlamasi yo'q ekan. Bu dokumentlar ekanda bu. Melisalar ham shu yerda qaramabdi-da. Melisalar ham manchalik qaramabdi, ko'ryapsizmi? Juda qarayman-da. Xo'p, mana bu narsalari bor-ku aka. Hammasini bitta salafanga solib, nimasi bo'lsa, aka? Kiyim. Mana kiyimlarini ham, mana bunda ochingda mana. Shu kiyimlarni hammasini aka. Mana unga soling bitta so'mkaga. Solib, polni ayasiga jo'natib bering. Ertaga shuni ham nimasiga qolib o'tirmang, gap so'ziga. Bu uyni topshirish kerak ekan, aka. Qarang, men ana shu qiz bo'lib o'ylab ko'ryapman-da, bunday kelganda. Kelgan. Qarang, o'zini osganda ana zakolga tushib qolganda. Bunchalik darajaga ro'molga osgan dedingizmi? Qani o'sha ro'mol? Melisa olib ketdi bu. Melisa olib ketdi? Olib ketdi Melisa. Endi u ro'molda ham izlaringiz qolganmi? Kim ro'molda ushlagan? Shu boya sherik. Sherigingiz ushlagan. Siz ham ushlaganmisiz? Polis tekkanmi shu ro'molga? Men shoshilib kirganda ushladim shekillarda tushunsan. Yo'q, qo'lim tushdi yo tushmadi. U o'zlari bilishadi. Ochib ana ko'rdimda bir qayda. Ro'molda qayerlariga polis tekkanligiga qarab turib, ular ham ja xushyor ular ham. Xullas, aka, endi meni uyni topshiring. Pulingizni oling. Qancha pulim bor dedingiz? 3 millionmi? 3 million buyoqdan ham chiqsa bir 5 million atrofida bo'lib qoladimi? 5-6 million. Yo'q, tushundim, qarang. O'zingizda 3 million bormi? Naqd hozir? 3 million bo'lsa, meni uyni puldan ham 5 million chiqadi, to'g'rimi? Mashinadan qancha chiqadi? Hozir o'zimda yo'q. Xo'p, qarang. Qarang. 3 million pul meni uydan chiqadimi? Ha, bu uydan chiqadi. Xo'p, mashinadan qancha chiqadi? Undan ham 3 million chiqadi. 6 million bor, a? Bo'ldi, men hozir ko'chaga chiqib mashinani egasi bilan gaplashaman. Mashinani egasi o'lib qoldi, davay mashinani qaytarib ol deyman. Agar xo'p desa, yo'q deyishga ham haqqi bor-dimi? Xo'p desa, men vaziyatni tushuntiraman. 3 millionni sizga berib, mashinasini qaytarib olib ketadi. Agar mana nima? Xullas, akalar ko'rdilaring-a, mana billa kirdik. Men noto'g'ri gap gapirdimmi, aka? O'zingiz ayting. Noto'g'ri gap gapirmadimmi? Sizchi? Noto'g'ri gap gapirmadimmi? Meni maqsadim, aka, bu yerda yomonlik emas-da. Men maqsadim mana videoni ham olyapti mana bola qaldan berib. Mana holat mana shu Koreya akalar mana. Shu Koreya. Koreyani puli qiziq xolos, to'g'rimi? Nimasi qiziq aka? Ha? Siz Farg'ona qatidansiz? Qo'qon qayerdan? Qo'qonni qayerdan? Qayerdan aynan? Shaharda o'zidanmi? Qaysi tuman? Tuman, qaysi tuman? Shaharda o'zidanmi deyapman-da. Xo'p, shaharda o'zidan bo'lsangiz, Qo'qon shaharda yashagan yaxshimi yo Koreyada yashagan yaxshimi? Ota-onani bag'rida yashagan yaxshi, to'g'rimi? Koreyani puli qiziq xolos, to'g'rimi? Agar shu pul bo'lganda, bemalol O'zbekistonga ketib, 1000 marta O'zbekistonda yashagan yaxshi, to'g'rimi? Pul uchun yuribsiz, to'g'rimi? Aka, mashinday qilib yurib, pulingizni qilib ketmaysizmi, aka? Shuncha bosh og'riqni uyushtirdingiz-da hozir siz. Endi yig'laysizmi, chochingizni yuylasizmi, kanalga tashlaysizmi, bitta odamni qaytarib kelarmaysiz, aka? Oldin siz bitta uylanmagansiz, necha yilman dedingiz? 2001. Necha yosh bo'ladi o'shanda? 25. Siz 25 ga kirib, oldin bitta jonni tug'diring, keyin uni shu yoshga kirgizing. Keyin u onani qadriga yetasiz. Hozir ona qanaqa holatga tushar ekan endi, aka? Ha? Xafa bo'lmasin, o'sha onada ham ayb bor o'zi. Ona ham oppoq emas. Qizini shu holatda yurganligidan men bexabar ham bo'ladim odam. To'g'rimi? Men o'sha ko'rayotgan bo'lsa o'ziga ham aytaman men. Yo, qiziga gap o'tmasligi ham mumkinmi onani? Bu qizni o'zida ham ancha bo'lgan. Xo'p, mayli o'lib ketgan odamning orqasidan nima qilmaylik, lekin qizni o'zi ham oppoq bo'lmaganda. Bilib olsin mana shu ko'rayotganlar. Bu orzular mamlakati emas, pulingni qil ket. Battan, to'g'rimi? Bo'lmasa to'g'ri yur. Koreyada uzoq yurishda o'zi ham zarar aka. Havosi ham zarar aka Koreyani.
To'g'rimi? O'zbekistonga, vatanga, ota-onani bag'riga, ota-onani yoniga yetmaydi, yechdimi? Xo'p, 1000 topma, 500 top, uyingda mazza qilib top, ha? O'sha qishloqda bo'lsa, hozir masalan ham O'zbekiston ham Koreyadan rivojlanib ketdi-da hozir. O'sha pedal Yandex O'zbekistonda ham bor, taksi ham bor. O'sha Aspal O'zbekistonda ham bor, ha? Puling bo'lsa, hamma narsa bor O'zbekistonda, to'g'rimi? Harakat qilsa O'zbekistonda ham beryapti masalan. Hech kim ochdan o'lib, birorta odam ochdan o'lib qolibdi degan odamni eshitmayapmiz-da, to'g'risida. Endi bilmadim, aka, buni turishini qarang. Endi buni ham hozir karasga aytsangiz, palon pulga to'g'rilab berasan deydi. Ana u siz bergan pul borib, pojingim. Shundan olib qoladi. Agar hozir kaskasi qisib qoladigan bo'lsa, bo'ldi, uxlading o'sha pulga, mana shu pulga o'shani to'g'irlatib yuboraman. Bu mana tilladanidir chekkalari desa, hech nima qila olmaysiz-da. Tushundingizmi? Shuning uchun estikina o'sha kurishga joyda turmaydimi? Bu ayniga nima ayb bor edi, to'g'rimi? Kim maza qildi? Shayton maza qildi-da. Kimdir o'lib ketdi. Hammasi siz aybingiz bilan bo'ldi. Nimaga? Gap so'zi yo'q, qarochi. Agar akangiz bo'lganimda bor, mana shu ko'tarib, mana shu aynidan tashlab yuborardim aka. Sandaqa ukani bordan yo'g'i yaxshi. Ertaga mana hali bola karta o'ynagani kirardim buni uyiga dedi-da. Mana karta, o'sha kartami? Ha? Siz qanday aka bitta xo'p o'sha qizchangiz bilan yashar ekansiz. O'rtag'ingizni karta o'ynashga uyingizga olib kirgani balo bormi aka? Ha? Tasavvur qiling, maytda yaxshi ko'rgan qizingiz tursa, maytda o'rtag'ingiz bilan karta o'ynab o'tirasizmi? G'alati basmi aka? Kartangizni ko'chada o'ynavermaysizmi aka? Mana o'sha karta, mana o'sha menga telefonda aytilgan karta. Telefoningizni o'chirib turing. Bezuk qilib turing aka. Bu uy kimniki? Mana u nima? Mana qolib keling. Mana u nima? Yaqinroq oling. Ko'rinyapti? Yaqin ko'rsating. Sizlar bilasizlarmi shuni nimaligini? Ha? Uylanmaganlar? Bilasizlarmi? Nima? Homiladormidi? Qayerdan bilasiz? Ertaga ekspertiza qilib ko'radi, men aytaman. Aniqmi? Bu qayerdan keldi o'zi? Qo'shninikimi bu? Siz ko'rganmisiz uyingizda mana shu narsani oldin? Juda oldin yeydi. Uncha. Qarang, isboti bilan turibdi ekan, qarang. Ha? Harom yurganligingizni mana isboti bilan. Qarang, dokumentalniy. Shu dunyoda ham o'zi dokumentalniy turibdi, qarang. Hozir men mana shu yerdan chiqib ketyapti o'zim. Ha? Chiqib ketayotgan joyimga bunday borib turib, aynan o'shanim deb olib turib tayini ko'rdim. Qarasam turibdi. Qayerdan bilasiz? Balki homiladordir o'lgan odam. Bo'lishi mumkinmi? Bo'ldi, men ertaga mana uni ko'rdim. Men ertaga Melisa bilan gaplashaman. Bu tekshirib ko'r, bu qonida bolasi ham bo'lishi mumkin deyman. Tushundingizmi? Ama undagi anu bor-ku, nima deydi o'zbek tilida? Vijdon bor-ku, yomon qiynaladi odam, vijdon. Bitta emas, ikkita odamni o'ldirgan bo'lasiz-da. Bo'ptimi? Bo'ldi, ertaga boramiz, xudo xolasa, borib marhumani endi jo'natish uchun xudo xolasa harakat qilamiz. Sizlardan iltimos, qo'llaringizdan kelgancha yordam beringlar. Faqat like, comment, repost qilinglar. Bu insonni o'limidan juda ko'pchilik masalan ko'rsin. Endi bu insonni hayotini muhokama qilish bizga emas, lekin shunday bo'lsa ham haqiqatni ko'rsatdik. Chunki mana shu haqiqatni ko'rsatishligimiz orqasida
kimlargadir ibrat bo'lishi kerakda. Bu haqiqat bu. Hech kim bitta siz aktyor bassiz, to'g'rimi? Siz ham aktyor bas, bekorchi ham bassiz. Mana shu xona, mana xonani olib qo'ying. Mana shu xona bizni to'qib chiqarib olgan, o'zimiz sahnalashtirib olgan joy emas. Mana joy yerlarni oling mana. Mana shu joy, mana o'sha qiz yashab, o'zini o'zi osib o'ldirgan xona. Endi o'zlaring kommentga fikrlaringni yozaveringlar, bilganlaringni qilinglar. Chunki men hozir shunaqa asabiylashayapmanki, men hozir yo'l-yo'lakka shunaqa o'ylab keldimki, men borini boricha ko'rsataman deb keldim. Tushundingizmi? Qanaqa bo'lgan bo'lsa, shunday ko'rsataman. Hozir menga yo'lda kimdir telefon qilib aytdi-ku, "Avazbek, unaqa demang, manaqa deng" dedingiz, to'g'rimi? Keyin men nima dedim? Men birovni zakasi bilan borib video qilmayman. Men borini ko'rsataman. Odamlar bilsin, Koreyani bilsin, o'sha holatni bilsin, natija nima bo'lishini bilsin, bunaqa yursa qanaqa bo'lishini bilsin deb borini sharti ko'rsataman deb kechasi bo'lsa ham yetib keldim, to'g'rimi? Aka, videoni qo'yib yuboraman. Hamma fikrini yozaversin. Kimdir duo qilsin, kimdir yana fikrini yozsin. Lekin bizni bu ayolni o'sha kuni qanaqa holatdaligini biz hali muhokama qilib, kimdir ayblamoqchi emasmiz. Lekin mana shu narsa bo'lmasligi ham mumkin edi-ku, to'g'rimi? Iloyim mana shu narsa xo'p bo'pti, vaqt orqaga qaytara olmaymiz. Siz ham hech kim qaytara olmaydi. Endi mana shu narsani ko'rayotgan o'sha Koreyadagilar yoki chet eldagilar yoki bizni ko'rib turayotgan odamlar mana shu narsa noto'g'riligini, qo'pol qilib aytganda qisib yurish kerakligini, his qilsin. O'sha ota-onalar farzandidan telefon qilib xabardor bo'lsin. Aka, 3 kun ichida 8 ta o'lik chiqardik. 8 ta. 8 ta aka. Uje mana u asab tugadi. 8 ta o'lik chiqardik. Siz mana bitta o'likni ko'rib, mendan 2 barobar baland bola uje o'zingiz yo'qotib qo'yapsiz, to'g'rimi? 8 ta aka. Men chidolmayapman uje. Gapirib yuboryapman. Bu haqiqat. Mana o'sha O'zbekistondagi ota-onalar ham ko'rsin, Koreya mana orzular mamlakati jo'natayotgan odamlar ham ko'rsin. O'sha yurganlar ham qisib yursin, pulini qilsin, ketsin. Ha? Siz ham bundan keyin qo'pol aytganda qisib yuring. Shu ota-onangiz aytgan endi qizga borib uylanasiz. Siz endi "Men shu qiz men shunaqa qildim", umrbod bo'ydoq o'tmaysiz. Yoki hali bolaga otalik qilib qo'ymaysiz, hali bolaga. Qolib ketgan bolaga, yetim qolgan bolaga. Endi vijdon azobida o'lasizda, shu umringiz oxirigacha shu bitta vijdon sizni qiynaydi, tushunyapsizmi? O'shanda noto'g'ri ish qilganman deysiz Koreyada, O'zbekistonga qachondir yillar o'tadi, lekin mana bu xotiradan o'chmaydi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun ertaga o'zingizni pushaymonligingizni qiling, Xudodan o'sha kechirim so'rab tavbangizni qiling. Endi biz sizlarni muhokama qila olmaymiz, biz lekin borini boricha ko'rsatdik. Xulosa odamlarning o'ziga, men sizlarga hayotda ehson yig'ib bermayman. Chunki bu ehsonni joyi emas, egasi emas. Men o'sha insonni nima bo'lganda ham, xo'p, o'sha yuvib kafallab O'zbekistonga jo'natib yuboraman. Vazifam ekan, boshqa odam qilolmaydi chunki. Siz qila olasizmi? Siz qila olasizmi? Xo'p, men shu narsaga xo'p qilib beraman. U yoqni o'zlari bilishadi. Men boricha ko'rsatdim. Ertaga morgxonaga boramiz. Ehson yig'maymiz, shundaycha marhumni yuvib kafallab yurtiga jo'natamiz. Demak, sizga hech qanaqa yordam kerak emas, hamma yo'qda o'zingiz qilasiz, to'g'rimi? Sog' bo'linglar. Men haliga aytganim, ismim Avazbek, Koreyada yuraman. 10 yildan beri bunaqa problemalarni ko'raverib, to'g'risi aka, mana bu problemalar menga multfilm bo'lib qolganda. To'g'risida. Endi nima desam bo'ladi? Odamlar o'zi xulosasini qilib olsin. Bu katta xolasining uyi bas, pulini qilsin, ketsin. O'zini yurtida chiroyli hayotini qilsin, ha? Aka, kiravering. Olgul hamon padoda-yo. To'g'rimi? O kiyimlari turibdi, ko'rdingiz-a? O'sha kuni kiygan kiyimlar. Ne? 경찰서 변택에 있어요? 네네. 네. 네네, 알겠습니다.
Xullas, Koreyadagi yurtdoshlar mana shu videoni srochniy hammaga tarqatasizlar, chunki hozir biz Piontek degan shahardamiz. Morgxonada yotibdi ekan. Hozir endi biz Melisadan ruxsat olishimiz kerak. Melisa ruxsat bersa, inshaalloh O'zbekistonga, vatanga jo'natishni boshlaymiz. Mana shu morgxonada yotibdi. Piontek shahrida. Iltimos sizlardan maksimalni tarqatib duo qilinglar. Kechadan beri yoki undan oldin 3 kundan beri mana shu qizlar orqasidan yuribmiz. Tezda vataniga jo'natishimiz kerak. Ayasi tamom bo'ldi. Hech qanaqa ehson yig'mayapmiz bu qizga. Davlat tomonidan jo'natilinadi. Kasalxona to'lovi 1,5 million chiqdimi kasalxona? Morgxona bugun nechinchi kun? 3-kun. Ja chiqsa 300 mingcha chiqadi. Endi qachon olib ketishimizni bilmaymiz. Kuniga taxminan 100 ming atrofida chiqadi. Duo qilib turasizlar. Inshaalloh tezroq oilasini bag'riga shu sovuq badanini bo'lsa ham jo'nataylik. Iltimos sizlardan ko'proq duo qilinglar. Biz harakatdamiz. Endi hozir Melisa xonaga boramiz. Agar Melisa tezroq ruxsat bersa, tezroq olib ketamiz. Agar ruxsat bermasa, shu yerda yana ancha vaqt qolib ketishi mumkin. Chunki jinoyat bo'lganmi, kimdir o'ldirganmi yo rostdan ham bu qiz o'zini o'zi o'ldirganmi, buni Melisalar tekshirishyapti. Koreyani bilasizlar, oxirigacha yetib, mavzuni holatni to'shni bilib, ekspertiza qilib, kecha bu bolalarga aytibdi, marhumani yorib ko'rishimiz kerak debdi. Shu boshi bilan qolgan a'zolarini yorib ko'rishadi. Xullas, inshaalloh O'zbekistonga jo'natish harakatidamiz. Duo qilib turinglar, davlat tomonidan qoplanadi hamma xarajatlari. Hozir biz Melisa xonaga boramiz aka. Melisa xonani adresini o'ringchi necha kilometr? Bormi bir yarim soat bormi bu yerda? 10-15 daqiqa ketdik bo'lmasa ashga boramiz. Siz o'zingiz mashinangiz bor-a? Davay, adresni menga SMS qilib bering. Xo'p. Men boraveraman o'zim. Endi boramiz, xudo xolasa Melisa ruxsat bersa agar tezroq olib ketish harakatdamiz. Sizlardan faqat duo qilib turinglar, maksimalni podeshka qilib turinglar bizni. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir mana Piontekka Melisa xonaga keldik. Hamma dokumentlarini olib keldik. Mana ID karta, O'zbekiston nima, Koreya prava, O'zbekiston pasport hammasini olib keldik. Kiramiz, Melisadan ruxsat olib, keyin morgxonaga boramiz. Hozir morgxonaga bordik, bermadi. Melisadan ruxsat olib keldi. Endi kirib ketyapmiz chetga. Keling. Melisa xonaga keldik. Melisa aytayaptiki, sizlarga dedi, marhumani bera olmayman dedi. Chunki dedi, bu nimasi bor deyapti, anaqa. Qarindoshi yo'q, meni bola ham hech kim bo'lmaydi. Mana yonidagi, siz ismingiz nima edi? Sirojdan ham hech kim bo'lmaydi. Ya'ni eri bor, na qarindoshi bor. Men tanishiman desam, tanishsan, qarindosh emassan, senga bera olmaymiz dedi. Keyin aytdim, bo'lmasa elchixona orqali davernis qilib olib kelsam, ruxsat berasizlarmi desam, ha dedi. Sizga hozir men elchixonaga aytdim, ma'lumotni yetkazdim. Hozir elchixona sizga telefon qiladi. Koreyadagi elchixona balkim primoy qiladi, balkim O'zbekistondagi birorta xodim telefon qiladi. Kim bo'lsa ham kimdir qiladi sizga. Davlat uyda o'tirasiz, siz telefoningizga telefon keladi, sizga aytishadi, shu odamga deydi, davernis berasizmi deydi. U odam men bo'lishim mumkin yoki meni sherigim bo'ladi, karis odam bo'ladi. Siz o'sha karis odamga beravering. Meni hozir bitta o'lgan odam ko'p, men bu shahardan bu shaharga ko'chib yuribman-da hozir. O'sha narigi karis odamga siz davernis berasiz elchixona orqali. Karis meni sherigim bilan birga biz kelamiz, mana shu Melisa xonaga yana qaytib kelamiz. Keyin qizingizni o'sha polni tekshirib, nima sababdan olamdan o'tganligini keyin bizga aytishadi, qo'limizga qog'oz berishadi. Haqiqatda o'sha o'zini osib qo'yibdi deb dokumentalni yozilgan qog'oz bo'ladi. Musulmonmiz, ko'p kutib o'tira olmaymiz desam,
Bo'lmasa dedi, onasi o'sha dovernost bersin, tezlatamiz dedi. Keyin yana bitta narsani onasiga aytib qo'y dedi. Bu omonat gap, sizga aytib qo'yapman. Aytayaptiki, onasi nima xohlayapti bizdan dedi, mana tergovchilar. Keyin men aytdim, nima, ularga aytdimki, onasi dedim, o'lim sababini to'shni bilishni xohlayapti dedim. Desam, bo'lmasam dedi, o'ylanib qoldida, qanaqasiga deydi, uni birov o'ldirganmi, ataylab osib qo'yganmi yoki o'zini o'zi joniga qasd qilganmi, shu narsani to'shni tekshirib ber deyapman-da men. Keyin bular aytdiki, o'sha kuni kimdir uni osib qo'ygan bo'lishi ham mumkinmi deydi. Ha, dedim, bitta bolaga telefon qilgan ekan. O'sha o'layotgan paytda xirillagan ovozlari bor ekan. Keyin bu bola kirgan, undan oldin yana bittasi bilan urushgan, tortishgan desam, kim bilan urushgan deydi. Mana mani bola bilan deb ko'rsatdim men. Desam, keyin bo'ldi, bo'lmasam dedi, hozir biz mana shu ish bo'yicha mas'ul tergovchimiz dedi, hozir bu yerda masida ofisda basida dedi. Men bu gapingni dedi, o'sha onasini gapini dedi, o'sha tergovchiga yetkazaman dedi. Biz dedi, o'sha o'lim sababini to'shni qilib, o'zini osgan bo'lsa, o'zini osdi deb, agar o'zini aka bu tomonga to'g'ri. Agar o'zini osmagan bo'lsa, boshqa odam osgan buni deb turib ko'rsatamiz dedi. Topib onasiga bilib beramiz, xavotir olmasin dedi. Ha, bo'pti dedim, chiqib keldim. Endi hozir aytayaptiki, o'sha elchixonadan dovernost olib kel, biz seni hujjatingni beramiz, olib ketaver, ya'ni morgxonadan olib chiqaver degan hujjatni beradi. Keyin biz morgxonaga boramiz. Morgxonaga borishdan oldin kasalxonaga borib 1,5 million chiqdimi? 1,5 million pulni berishimiz kerak. O'sha yarim soatcha nafas olmay qolib ketgan paytda sun'iy nafas berib, qimmat apparatlar ishlatgani uchun yarim soatga dollarda hisoblaganda $1000 dan oshiqroq pul chiqqanda. O'shani beramiz. Undan keyin morgxonaga borib, u ham kuniga 100 ming won atrofida yozadi, ularni beramiz. Undan keyin olib chiqib ketamiz. O'shandan keyin bizga 2 kun vaqt kerak bo'ladi. Yuvib kafanlab, pokistonlik ayollar bilan ham gaplashib qo'ydim. Yuvib beramiz, pulini olmaymiz deyishdi. Xullas, endi agar ishimiz hozir siz doverностda sizga elchixona tezroq telefon qilsa, sizlar dovernost qilib bersalaringiz, keyingi hafta chorshanbalargacha ulguymiz inshaalloh. Qarang, meni odatim bunaqada, siz hozir umringizda bir marta farzandingizni, ya'ni qizingizni yo'qotyapsiz-da. Sizda 800 ta qizingiz yo'q, 500 tasini yo'qotgansiz, bu ma'lumotni bilasiz degani emasda, o'zi bitta qizingiz bor, bitta o'sha qizingizni yo'qotib o'tiribsiz. Siz bir xilgi ma'lumotlarni ertaga qizingizni qabrga qo'ygandan keyin bilishingiz mumkin-da. O'shaning uchun men bunaqa temada har kuni yurganim uchun siz bugun nimani o'ylayapsiz, bir haftadan keyin nimani o'ylaysiz, bir oydan keyin nimani xohlaysiz, hamma yo'qda bilganim uchun ertaga siz hozir jon achchig'ida qizingiz maytda muzli xolodilnikda turganiga sabr qila olmasdan davay olib kel deyaverasiz. Lekin ertaga qabrga qo'ygandan keyin mahalla ko'y, qarindosh urug', boshqa balo battar kelib olib aqllilar ko'payadi. Keyin o'sha aqllilar ichida bitta aqlli chiqadi, balkim kimdir uni o'ldirgandir desa, keyin siz shubha paydo bo'lib, anu bolalarni o'sha issig'ida oxirigacha tekshirmabman deb turib, umringiz oxirigacha anaqa armonmi yo bir ichingizda g'ijil bir nima fikr qolib ketishi mumkin-da. Shu bolalar hozir qarab turdi, mana o'zi kecha mendan rosa xafa bo'ldi, bunisi ham hali hayron bo'ldi. Endi bular ham birinchi marta bu holatda turishibdi. Baqa keling dedim, manaqa deb hozir Melisani oldida aytib yordim-da men borini. Endi masalan, haligi nima deydi, savob uchun yordam bergan bola bo'lsa, savobi 10 barobar qilib yozilsin, meni fikrim. Anglashilmovchilik yoki kimdir sabab bo'lib shu qiz vafot etgan bo'lsa, kim jinoyat qilgan bo'lsa, jinoyatiga javob bersin, meni fikrim. Ibtidoiy jamoa paytida yashamayapmiz, qonun bor, milisalar bor, tergovchilar bor, kameralar bor, mana ovozlar yozilgan. Shuning uchun oxirigacha tekshiraylik, aniq qilib keyin ertaga birlaringga yov qarash qilib yurmanglar deyapman-da. Ajrini Alloh bersin, biz o'zimizni ichimizdan nima o'tayotganini o'zimiz bilyapmiz, lekin shunda ham shu bitta muslima, mana u ayol o'zimizni yurtdoshimiz, o'zimizni muslima opamiz, sinimiz deb turib harakat qilyapmiz. Mana shu bolalar qanaqa qiynalayotganimizni ko'ryapsiz. Hozir endi morgxonaga borib o'tirmaymiz, chunki meni ruxsat bersa, keyin uni morgxonadan olib chiqamiz. Sizga qayerdandir telefon kelib, dovernost berasizmi desa, ha, beraman deb, kerakli dokumentlarini qilib, aytgan ishini qilib bering. Haqiqatni tash gapiraman. Marhumani muhokama qilmanglar. Mana shu qizni hozir mana morgxonaga kelib, Piontek degan shahardan olib ketyapmiz Xvason degan shaharga. Mana onalari,
O'zbekistonlik Vadildan o'zimni qo'shnim mana shu Koreyada uzoq yillardan beri yuradigan opamiz ham nima xizmat avaz berdi kelib turibdi. Onasi ham mana ko'rib turibdi. Mana shu ayolni radnoy akasi ham, unda qarindosh urug'lari mana hozir prямой efirda turibdi. Mana bu yerda ko'rib turishibdi. O'likxonadan olib chiqib biz Xvasong degan shaharga olib ketyapmiz. Bu qizni bitta fazilatini aytib beraymi sizlarga. Mana shu telefonda o'sha haligi videoda men so'kkan bola ushlab turibdi hozir. Bu qiz aytdiki, o'limidan 1 oy oldin bitta gap gapirgan. Meni yuraklarimni teshib o'tib ketdi shu gapi. Qatdan eshitding u gapni desangiz, mana shu telefonni ushlab turgan o'sha yigit aytib beryapti. Qaysidir kuni bitta Shahzod degan bola o'lib qolganda, operatsiya xonasida turib Shahzod o'lib qoldi desa, bitta qiz telefon qilib, "Avaz aka, ovqat olib boraymi, nima yeysizlar?" dedi bizga. O'shani internetga qo'yib yubordim. O'sha videoda ko'rib, ana shu yigitiga aytdiki, "Shu Avaz akam shu Piontek tomonga kelib qolsa, men ham bir nimadir ovqat qilib shu odamni hech yo'q qornini to'yg'izishga qissa qo'shib qolsam, mana shu odam shuncha yuradi. Erkak kishi bo'lganimda oldida turib yordam berardim, lekin men ayol kishi bo'lganim uchun shu odamga yordam bergim keladi. Qanday yordam berishni bilmayman" deb bu odam aytibdiki, shu Avaz akam Piontek tomonga kelib qolsa, qaniydi bir ro'zada iftorlimi, qanaqadir ovqat qilib shu odamga ishlariga hissa qo'shsam degan ekanda shu qiz, tushunyapsizlarmi? Alloh rozi bo'lsin. Keyin yana bitta fazilatini aytib o'tib ketaman. Bu qiz Ramazonni shunaqa chiroyli kayfiyatda kutib olgan. Men hayron qoldim. Shunaqa ko'ngli chiroyli, uyni shunaqa yasatgan. Shu videoni ham qo'yib yuboraman, yaqinlari tashlab berishdi. Shunaqa Ramazonni boshqacha kayfiyatda boshlagan. Men ko'rdim, hijobli holatda ko'rdim. Ramazonni qanaqa kayfiyatda kutib olganligini ko'rdim. Endi bu insonni menga juda ko'p odam telefon qilib, "Bu manaqa qiz edi, unaqa ichadigan qiz emas edi" deyapti. Endi biz uni muhokama qilish, kimdir ichdi, ichmadi, muhokama qilish bizga emas. Endi shu videoni ko'rayotganlar, kommentariyada "U qiz manaqa, bola manaqa, uydi, buydi" deb yozayotganlar, biz ayasi bilan, mana bu bola bilan o'sha kerakli tashkilotlar bilan gaplashib, maslahat qilib har bitta og'zimdan chiqadigan gapni videoni qo'yib joylab boraman. Endi bu videoda nima uchun maqsad joylandi? Bu videodan maqsad o'sha insonlarga yetib borsin. Koreyada ko'plab yana o'lmasin, vafot etmasin degan ma'noda bir haftaning ichida 8 ta odam chiqarib, meni tasavvur qilinglar, marhumni yuvatgan paytda yig'laymanda, nima qilsa bo'ladi, shu odam o'lmasa ham bo'lardi-yu deymanda. Men ovozim boricha gapirgim keladi. Shu Instagram bor ekan, men gapiryapman. Iltimos sizlardan, singillar, opalar, Koreyaga ishlagani keldingizmi? Xo'p, qanaqadir sabablarga ko'ra Koreyaga kelib qoldi. Hech kim Koreyaga o'ynagani kelmaydi. Hamma yetishmovchilik sababidan keladi. Shu ayollar majburlikdan kelyapti shu musofirga. Uning uchun erkaklarda ham aybi bor. Men faqat bitta ayollarni boshqa demoqchim, haqiqatni tars gapiraman. Shuning uchun iltimos sizlardan marhumani muhokama qilmanglar. Men bu marhumani ismini ham aytmadim. Ma'lumotini ham aytmadim, rasmini ham qo'ymadim. Bir qiz deb o'tib ketdim. Iltimos sizlardan haqqiga faqat duo qilinglar. Hammamiz top-toza go'day bas bizlar. Gunohimiz yo'q. Men 100% jannatga kiraman deb peshonamizga pechat bosib qo'ymagan hech kimni. Hammani o'ziga yarasha gunoh bor. Biz bu insonni muhokama qilish uchun video qilmadik. Prosta shunaqa holatlar ham bo'lyapti. Ota-onalar ogoh bo'linglar. Yana shunaqa vaziyatlar bo'lmasin degan ma'noda post qo'yildi. Va bu post shu qizni onasi bilan, mana bola bilan, qolgan yaqinlari bilan gaplashgan holatda rozi-rizochilik bilan qo'yilgan edi. Lekin buni hamma hayb ishlab, o'zicha talqin qilib, "Mana u qiz manaqa, anu bola manaqa". Men o'sha yerda videoda ham aytdim. Bu yerda mana onasi ham eshitib o'tiribdi. "Ona" dedim, "Sizni ham aybingiz bor" dedim. "O bola" dedim, "Seni ham aybing bor". Mana marhuma dedi, "Marhumani ham aybi bor" dedim. Bu yerda hammaning aybi bor. Shuning uchun mana shunaqa holatlar iltimos bo'lmasin, kamaytiraylik. Ota-onalar, Koreyaga kelayotganlar, bu qizlaringdan, bolalaringdan xabar olinglar. Bu orzular mamlakati emas. Iltimos sizlardan, Koreyada shunaqa ko'p narsalar bor, sizlar tushlaringga kirmaydi. Koreya biz yashayotgan O'zbekistondan 100 yil oldindagi davlat. Siz tushingizga kirmagan narsalar bor. Shuning uchun iltimos sizlardan, iloji bo'lsa qizlaringni Koreyaga jo'natyapsizlarmi? Eriga berib, eri bilan jo'natinglar. Shunchalik jo'natkilaring kelsa, iltimos sizlardan
Men hozir shunaqa asabda turibman, nima deyotganimni o'zim bilmayapman. Chunki 2-3 kundan beri shunaqa bo'g'ilib ketdim. Hali internetda chiqayotgan opalar, singillar, sizlarga meni ortiqcha gapim yo'q. Kimdir to'g'ri maqsadda, kimdir duo maqsadida, kimdir yana o'zini qanaqadir maqsadida foydalanib video qilyapti. O'sha qizlar iltimos sizlardan meni ko'rayotgan Koreyadagi hamma musulmon opa-singillarimizga murojaat. Sinimizni istoriya qilib qo'yaman. Marhumani yuvish kunimiz bugun yoki ertaga iftordan keyin iftor qilib bo'lgandan keyin marhumani yuvib kafanlash uchun men lokatsiya tashlayman, istoriyaga qo'yaman. Mana marhumani men nima ayol kishini himoya qilaman, men uydaman, buydiman degan internetda yorvoraman degan opalarni hammalaringni shu marhumani yuvib kafanlash ishida qatnashishlaringga hammalaringga taklif qilaman. Men adres qo'yib qo'yaman, lokatsiya qo'yib qo'yaman. Mana opam aytayapti, bu narsalarchi, bu narsalar hamma biladigan, bilish kerak bo'lgan narsa-da. Masalan, hozir singiz, opangiz yoki akangiz o'limli bu odam boshida bor, yuvish kerak bo'lsa, o'sha odamni o'zini yaqinlari yuvish kerak-da. Men shu paytgacha mana 10 yil bo'layotgan bo'lsa, pokistonlik ayollarga yalinaman, iltimos o'zbek qiz o'lib qoldi, yuvib beringlar deb. Endi shu qachongacha o'zimizni qizlar o'shani shuni internetda qilib gapirmanglar. Mana hayotda kelinglar. Men ko'chada turaman, sizlarga alohida xona, hamma yo'qni qilib beraman. Kirib, mana shu marhumani chiroyli qilib yuvib kafanlab berasizlar. Biz O'zbekistonga jo'natamiz. Iltimos sizlardan meni ham tanqid qilmanglar. Menga ham qiyin. Men onasi bilan, mana bola bilan, hamma bilan maslahatlashib, u videoni ibrat uchun qo'yganman. Keyin juda ko'p narsalarni qo'ymaganman yerda. Men senga nima dedim uka? Sen o'zing mazing qochib qolyapti o'sha kuni tashqariga olib chiqib aytdimki, "Ey uka" dedim. Alloh bor dedim, to'g'rimi? Sani dedim, yer yuzi hammasi muhokama qilsa ham Alloh xohlaganchalik ozor beradi dedim, to'g'rimi? Sani muhokama qilish menga ham emas aslida dedim, to'g'rimi? Sen gunohni qilding, tavbani qil dedim, to'g'rimi? Alloh taoloning shiddatidan ham o'qishing kerak, rahmatidan umid qilishing kerak, tushundingmi? Ursa o'g'nalmaydigan qilib uradi. Agar rahmat qilsa, sen 100 ta odamni o'ldirib kelib, rostdan ham nasuh tavba qiladigan bo'lsang, seni gunohingni kechirib, o'sha gunohingni mislichalik savob yozib qo'yadi kerak bo'lsa. Uni men bilan ana internetdagilar muhokama qilishga haqqi yo'q, tushunyapsan? Men seni ko'chaga olib chiqib, agar internetdagilar yana yozyapti, "Avazbek shuncha gapirding, endi bu bola o'zini osib qo'ysachi" deyapti. Akalar, men hamma tomonlama o'ylab ish qilamanki, bu o'zini osib qo'ymasligi uchun videodan keyin normal tushuntirish ishlari olib borilgan. Men bu bilan постоянный aloqadaman. Bilaman, kim nimani o'ylayapti, buni ona ertaga nimani o'ylaydi, bir oydan keyin nimani o'ylaydi. hech qanaqa o'ldirilmagan, bu o'ldirilgan odamning rangi bilan o'ldirilmagan odam o'zini osgan odamni o'zini o'sha o'zi o'lgan odamning rangi boshqacha bo'ladi, ko'zi boshqacha bo'ladi. Bizda Koreyada hamma yo'lda tekshiriladi. Men urushdim, men militsiyalar bilan urushdim. Menga shuni keltirib ber, shu bola o'ldirganga o'xshayapti. Men ham o'sha odamlarni singari fikr qildim. Lekin o'sha politsiya bilan gaplashgan paytimda yarim soat gaplashdimda, yig'lab gaplashyapman. Men aytdim, "Bo'pti" dedim. "Bo'pti, hammasiga ishonaman" dedim. "Bo'pti" dedim. "Ko'ray singlimni" dedim. Keyin menga aytsin, ko'rdim, bildim, bu bolani chaqirib gaplashdik, aybi yo'q. Endi buni aybi bitta sevgani, sevdirgani. Nikohiga olmagan. Nikohiga olmagan. Xo'p, endi iltimos, uka dars bo'lsin, Uka dars bo'lsin. Bu bolada hech qanaqa ayb yo'q ekan. Mana dokumentalni isbotlab berishdi. Shuni bitta kopiya qilib oling. O'zbekistonga borsiz, akasi, bu ortiqcha gap bo'lsa, mana deb ko'rsatasiz, bo'ptimi? Lekin mana u qilgan ishingizga o'zingiz tavbangizni qiling. Buni hech kim o'ldirib qo'ygani yo'q. Haqiqatan ham sevib qolib, rashk sababli o'zi vafot etdi, lekin mana shunaqangi istoriyalar Koreyada to'lib toshib yotibdi. Xuddi shu istoriyada o'zini ko'rayotgan insonlar ham bor. Bizga o'xshalgan deb turgan odamlar bor. O'shalar agar ras sevishyapsizlarmi, ota-onalaringga aytinglar. Ota-onalar ham tushuninglar. Masalan, bitta erga tegib chiqib tursa, "Voy, men nakil etkazib buzilmagan qizga uylantirishim kerak" deb osmondan kelmasdan, o'sha qizni o'g'li sevib qoldimi, rozi bo'lib bering. Shunaqa. Rozi bo'lib bering. Mana hozir o'sha ota-onalarda ham bunday o'ylab qarasangiz ayb borda, o'sha payt sen masalan telefon qilib, "Aya, men bitta qiz sevib qoldim, bitta bolasi bor" deganda, ota-ona ham, "O'g'lim, otangizga rahmat. Bolali bo'lsa, yaxshi bitta qizni chiroyli yo'lga olib kirsangiz, biz xursand bo'lamiz" desa, masalan, agar ozgina din diyonati bo'lsa, tushunadi. Endi men aytmoqchimki, o'sha ota-onalar ham agar o'g'lingiz Koreyada bitta qizni sevib qolsa, u turmushga chiqqan bo'ladimi, chiqmagan bo'ladimi? Uni hali nakil etkazib buzilganiga emas, o'sha qizni kimligiga, kallasida nima borligiga. Agar istoriyasi nito bo'ladigan bo'lsa, hozir tavba qilganligiga va tavbasida qattiq turib berayotganligiga qarang, tamom. Qolganiga qaramang. Bola sevib qoldimi, siz yashamaysiz-ku bilan.
bola sevib qoldimi, qiz sevib qoldimi, duo qiling. Baxtli bo'linglar deng. Nikohingni o'qitib o'sha yerda o'g'lim yashording. Shuning uchun ota-onalarda ham ayb bor. Iltimos sizlardan bu video tasavvur qilinglar, meni ham bir haftada 8 ta uylik ko'rib, men o'sha asabim qo'zib qoldi-da, men o'sha narsani odamlarga aytay, qachongacha shu qizlar shu oddiy bitta sevgini orqasida hozir kim maza qildi uka? Shayton maza qildi. Da. Bitta shayton yutdi. Mana bitta inson o'ldi, bitta bola yetim qoldi, ona qizsiz qoldi, aka singilsiz qoldi. Sen umring oxirigacha vijdon azobida o'tsasan, mana hamma g'iybat ertaga sen trenddan tushasan, odamlar bo'ldi, boshqa temani gapirib o'tirishaveradi. Bo'ptimi uka? Mana shu videodan keyin men hammaga murojaat qilaman, iltimos. Men endi Koreya temasida ko'p yurganim uchun bunaqa voqealar mana hozir ham opa yo'lda kelyapman. Koreyaga kirib kelganiga 2 oy bo'lgan bola hozir o'ladi deb doktor chiqarib berdi. Yana bundaroqqa yetib kelsam, yana bitta bolani bir hafta umri qoldi. Nima bo'lyapti deyapman. Sizlar men 10 tadan bittasini qo'ysam, voy dod Koreyada nima bo'lyapti deyapsizlar. Bunaqa holat ko'p. Iltimos sizlardan o'zimizni yig'ishtirib olaylik. Kecha opa bitta opa bittasi bolasini tug'ib musirga tashlab yubordi Koreyada. Aka chidalmayapman. Tushunyapsiz? Chidal musirdan oldik bolani. O'zbek musirda bola turibdi. Shuni tug'ib, shuni tashlab yuborgan. Eng qizig'i hali bola o'ldi. Endi men gap so'z yo'q, xullas meni ichim to'la gap. Iltimos sizlardan o'zlaringiz yig'ishtirib olinglar. Bu katta xolalarning uylari emas, pullaringni qilib ketinglar. Inshaalloh marhumani haqqiga duo qilinglar. Marhumani olib borib yuvib, men marhumani qachon, qayerda, soat nechida yuvishimiz lokatsiyasini qo'yib qo'yaman. Hammalaring kelinglar, savobga sherik bo'linglar. Mana shu Ozbekdek hamma gaplariga qo'shilaman. Gapirgan gaplaringiz hozman. Men o'ylagan hamma gaplar. Sizlardan iltimos qizlar, oldilingga emas, ortlingda qaranglar. Shu narsa xayollangga keldimi? Ortlingga qaranglar. Ortlingda hamma qolyapti. Sen keturasan. Bu oldingdagi odam sevding, o'tkinchi hammasi. Iltimos qizlar. Mard erkaklar ham bor. Bor. Ko'zimga o'zi ham taniydi shu. O'sha bola ota-onasiga qarshi chiqdi-da, uylandi. O'sha bola nikoh qildi. Shunaqa qizidi, qanaqa qilib qo'ydi bilasizmi? Qanaqa qizidi? Ko'rsangiz uy deysiz-da. Lekin o'sha qizni hijobga kirgizdirib, bitta farzandli qilib, mana yashashyapti. O'zi taniydi shu bolani. Birlar o'sha bunaqalar ko'p. Qarang-da. Shu narsani ota-onalarga aytaman, shu O'zbekistondagi ota-onalarga aytaman. Bolang chetda yaxshi ko'rish yuribdimi? 1,5 yil, 2 yil bo'lyaptimi? Xotini yashashga qarshilik qilma O'zbekistonda. Bo'ldi. Farzandli qilyapti-da, tashab ketyapti, u meni nevaram emas deyapti. Bu xato. U xato. Bunaqa bolachalar ko'payadi. Qanaqasiga seni yetib pushtingdan paydo bo'lgan, u seni nevarang. Men aytib o'shalarga ogohlantirib qo'yay. Shu gapim. Men bu narsa o'ylaganlar o'sha kattalar xato qildi. To'g'ri. Yashab ko'rdi, qani bir yashab ko'r. Men sendan roziman, xolam. Bir qolsin gapni yana ayamanglar. Ko'p bunaqa narsa. Va eshigida shunday Koreyaning eshigini bitta ochib kirsang-da, bosib yotibdi. Ustida ham qiz ham bitta bola bilan yashayapti. Keldi, yangi qiz. Bitta bola bilan yashayapti. O ishni jo'natyapsizlar. Bor bitta o'zbek bola bilan yashang. Bu xohlagan O'zbekiston emas, xohlagan gasisasini ochib turib, xohlagan xonasiga kirib ketadigan joydan. To'ppa. Shunaqa joyligini ogohlantirib qo'yaman. Qiz jo'natayotganlarga yaxshi gaplar bo'ldi. Koreyaga iloji bo'lsa qizlarni jo'natmanglar, iloji bo'lsa eri bilan jo'natinglar. Umuman jo'natmasalanglar xursand bo'lamiz. Shuning uchun iltimos qizning haqqiga duo qilinglar. Men lokatsiya tashab qo'yaman. Hamma o'sha opa-singillar, o'zbek auditoriyasida bizni ko'rib turgan hammani ayollarni shu xayrli ishga hissa qo'shishga adresini tashlaymiz. Kelinglar. Xursand bo'lamiz. Videodan bir nimadir tushungan bo'lsangiz yozib qo'yinglar, chunki kommentariy hamma o'qiyapti. Koreyaga kelganlar yoki kecha Koreyaga kirib kelganlar uchun dars bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Keyin shu bolaga men tan berdim. Shuncha o'likni ko'radi. O'sha eshitganimdan beri mana 6-kunim. Mana 6-kuni uxlamadim. Mana shu bolani uyimga olib kirib ketdim kecha. Ko'chaga qo'ymadim-da, uyimda yotdim, joy solib berdim bolalarim yoniga. Ko'zimga uyqu kelmadi. Olmamanlar biz. Opa, hozir mana shu qizni mashinaga solamiz. Bu aka bilan chonanda ham bitta odam yotibdi. Ashuna oldiga bu endi boshqa nima boshlanadi? Oson emas ekan. Men to'g'risi o'lik ko'rdim. Qulolmadim men to'g'risi. Endi malades odam ekan. Malades bo'l, endi tushundim. Mana shu holatni ko'rib, shuncha o'liklarni ko'rib qanday bardosh beryapti. Men bilasizmi? Men bugun o'zingizdan so'ramoqchi edim. Meni birorta domlaga olib boring. Men ishonasizmi? Qandaydir bir boshqacha odam bo'lib qoldim-da, uyqu yo'q. Bolalarim oldida yotibman, baxt men oldimda. Hammasi sog' salomat, erim, xo'jayin oldimda, lekin men o'zim kimligimga tushunmay qoldim. Men yotibman-da, ko'zimga uyqu kelmayapti.
Endi tasavvur qiling opa. Bunday kelyapti-da, yuvyapsiz, yana kelyapti, yana yuvyapsiz. Da. 5 yoshlik ham kelyapti, 5 oylik ham kelyapti. Oma malades bola ekan. Mengachi Qilolmadim. dunyoni Ishonasiz. o'sha bunday qizil chizig'i bor-ku, ana shu qizil chizig'i o'rtasida yashayman. Bu yoqda ham ko'rib turaman, bu yoqda ham ko'rib turaman. Menga ortiqcha shon shuhrat ham kerak emas, layk ham kerak emas, balo ham battar ham kerak emas. Mana kelib 1 so'm pul so'radim uka, bir kun sanlar. Alloh uchun qildik, Alloh uchun mana shu ayol videoni o'chir deyapti, xo'p o'chiramiz. Xola bitta duo qilib beradi, hozir videodan keyin ovozini eshittirmaymiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Rahmat ham. 이미 아버지 뭐 해가지고 신상이 공항 측에 가 있어야 돼. 그래서 우즈베키스탄 공항에서 이 사람 아니면은 안 주는 거지. 그러니까 그 정보를 줘야 돼요. 정보를. 알겠습니다. 그래야 비행기 스케줄을 잡아요. 알겠습니다. 그럼 내일 저녁에. To'nyuga. iftordan keyin. Yo'q, iftordan oldin hech kim yurmaydi. Iftordan keyin bu mazasi qochib qoladi. Ro'za paytida. Ro'zani tutib, og'izni ochib olgandan keyin yuvamiz, opa. Xudo xolasa. Biz kirmaymiz, ayollar yuvib beradi. 근데 알겠습니다. 그것도 어쨌든 그쪽에 스케줄 확인해봐야지. 네, 알겠습니다. 그냥 본인이 하고 싶다고 해서 또 네, 하는 게 알겠습니다. 아니지. Shuncha gapirgan o'zimizni mana shu musulmon ayollarimiz shuncha chiqib olib turib ko'p gaplarda gapirilgan ayollar kesin o'sha adresni tashladi. Biz boshqa millatga iltimos qilaylikda, o'zimiz kirib, o'zimiz anu qilib yordam berib chiqaraylik. Qani kelinglarchi, qanaqa mard ayollar bo'lsa, ertaga Xosonga yaqin ayollar bo'lsa kesin. Inchonda yuvamiz, opa. Inchondami? Inchonning men o'zim qurganman-da, anaqani. Mayit yuvadigan joy qilganman-da. Shu yerga olib boramiz, o'shda ko'rasiz. O'zim mana shu xalqdan pul to'plab 4 yil, 5 yil oldin qilganman shu joy. Hozir shu joy mana bir kun Inchonda ekan mana, Inchonda adresigacha. Iltimoslardan bizni maksimal duo qilib turinglar. Biz ham hali xato nuqsondan xoli emasmiz. Robot ham emasmiz, yo ChatGPT emasmiz. Sanamda gapirayotganda lafzimizda yo qanaqadir asabdan, qanaqadir noto'g'ri gaplar gapirib qo'yishimiz ham mumkin. O'sha paytda telefon raqamim bor, Instagramda telefon qilib, "Avazbek, ukajonim, omon bo'lgin, mana shu gaping noto'g'ri, iltimos" desalar, o'sha gapni ikkinchi qilmayman. O'ynab yurganimiz yo'q. Bu amal ham bas o'tirib olib pul topadigan joy emas. Bu Alloh roziligini topadigan, hech kim bir Oksfordni bitirib kelsa ham bu joyda ishlaydigan joy emas, tushunyapsizlarmi? Hozir pulini bersangiz ham mana shu qizni kimdir yuvib bermaydi. Chunki men qo'rqaman deydi. Bu narsalarni hali sizlar bilmagan tomonlari ham bor-da. Shuning uchun iltimos sizlardan faqat yaxshi gumonda bo'linglar, duo qilinglar. Bu bola marhumani o'ldirmagan ekan, dokumentalniy melisa isbotlab berdi. Endi bu bola labbay deb mana shuncha qiz keldi. Hozir biz bu yerda tayyorlaganimizcha ular mana xonada issiqroq o'tirib turishibdi. Kun juda ham sovuq Koreyada, lekin shunday bo'lsa ham Koreyani hamma joydan ketdi, hattoki Pusandan ham odamlar yetib ketdi. Bilmayman, ular samolyotda kelganmi yo mashinada kelganmi, men o'zim ham tushunmay qoldim. Chunki vaqt hech qancha yo'q edi. Mana shu oyoq kiyimlarga qarab, shuncha o'zbek qizlar kelganligini mana ko'rishlaringiz mumkin. Salom onajonim, nurli farishta, ko'zlari nigoram, ayrilmas rishta, diydor istagida yurakda istam, sog'indim onajon, yomon sog'indim. Men endi sizni bag'rimga bosolmayman, ovozingizni eshitolmayman, qo'llaringizni tutolmayman. Lekin onajon, men doim yoningizdaman. Men bu dunyoni tark etgan bo'lsam ham, sizning yuragingizda, duolaringizda, har bir eslab qolgan xotirangizda yashayapman. Hech qachon o'zingizni yolg'iz his qilmang. Men siz bilanman. Onajon, yig'lamang. Ko'z yoshlaringiz meni qiynaydi. Sizning baxtli bo'lishingizni istayman. Men sizni doim kulib turgan, qalbi yorug', hayotdan xursand ayol sifatida eslab qolganman. O'zimni yomon his qilganimda sizning hammasi o'tib ketadi degan so'zlaringizga suyanardim. Endi esa men sizdan shuni so'rayman. Hayotingizni chiroyli davom ettiring. Hammasi o'tib ketadi. Men yo'qolmadim onajon. Men sizning yuragingizdaman. Xola, bu oldingizdagi kim? O'g'li qizimni. Nechiga kirgan?
7ga to'ladi, 6,5 yosh. Ha, bu hali bilmayapti unchalik, ha? Yo'q. Xitoydan kelgan shu bolachami? Ha, shu. Ha. Alloh sabr bersin. Onasiga savoblar jo'natadigan farzand bo'lsin, ha, Xudo xolasa. Ilohim, Bu qarang, xola, men shuncha odam kelibdi mana. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Ularni Bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin. dunyoni hamma joydan duo kelyapti, ha? Ha, qilyapti. Yana bitta narsa aytaymi? Bir xilga odam o'tgandan keyin yonidagi yon qo'shnisi ham o'lganini bir haftadan keyin eshitadi-da. Ha, bu insonni vafot etganligini men hali videoda ham aytdim, muhokama qilmaymiz. Chunki o'sha odamni o'sha holatda qanaqa holatdaligini sen bilan men bilmaymiz. Va ikkinchidan biz hali oxiri o'zimiz nima bo'lamiz, uni ham bilmaymiz. Uni ham bilmaymiz. Ha, shuning uchun xola sizga sabr. Hamma duo qilyapti, Koreyada hamma duo qilyapti-da. Men qo'limdan kelgancha mana 3 kundan beri shu qizingiz orqasidan yuribman. Men mehnatimga roziman. Nima sarflagan bo'lsam hamma narsaga roziman. Bitta narsa so'rayman, meni haqqim shu xolos. Dadam o'tib qolgan. Shu dadamni haqqiga duo qilib bersangiz bo'ldi. Ilohim aytdi, meni onam o'tiribdilar, mendan katta hozir ataylab kutib o'tiribdilar. Buvijonisi Nozimani, buvijonisi juda ham yaxshi ko'rardilar. Hozir mana o'tiribdilar, duo qilib beradi. Hammamizni bir chekkadan duo qilib beradi. Buvijon bitta duo qilib bersin. Ilohim, men doimdan sihatli, xotirjamlik bersin. İşlerini, baxtlarini, yaxshi ishonchini bersin. O'tganlaringni joylari jannatda bo'lsin, iymonlari o'zlari hamroh bo'lsin, og'ir tirpoqlari yengil bo'lsin, qora yo'llari yorug' bo'lsin. Qilgan duolarimiz qo'llariga chiroq, yo'llariga yaroq bo'lib, savol javoblari hozir nozir bo'lsin. Qilgan insonlar boshlariga soyabon, oldilariga dasturxon bo'lsin. Sizlar qilgan xizmatlaringga rozi bo'linglar, bolajonlar. Rozi bo'linglar. Kasblaringizga Xudo baraka bersin. Oilalaringiz, bola chaqalaringiz rohatini ko'p to'rt tomondan yer osmondan keladigan balo ofatlardan Allohim o'zi panohida saqlasin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizga, bo'linglar xizmatlaringga. Hamma rozi. Inshaalloh endi Toshkentda kutib olasizlar. Xudo xolasa. O'z kutib olasiz. Hozir men sizga kerakli hujjatlarni aytaman, shularni tayyorlab bersangiz, Xudo xolasa Toshkentda kutib olasizlar, opa. Mana shu qizlaringizni hammasini duo qilib qo'ying, ha, xola. Hammasi rozi bo'linglar, qizlar, ilohim. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin, ilohim. Bolalaringni, farzandlaringni, ilohim, rohatini ko'ringlar. Sog' bo'ling, inshaalloh yaxshi kunda ko'rishaylik endi. Rozi bo'linglar, xizmatlaringga rozi bo'linglar. Sog' bo'ling, xo'p. Mana hozir shunaqa sovuq bugungi kunda-da, mana hamma kurtkada turibdi, lekin bahor. Lekin shunday bo'lsa ham, Koreyani hamma joyidan menga telefon qilib, "Avazbek, yetib bora olmadik, e'lonni oldinroq qo'ymagan ekansiz, bir kun oldin qo'ymagan ekansiz" degan odamlar ham juda ko'p bo'ldi. Meni xursand bo'lganim, endi bundan keyin mana shu yuvib kafanlash ishlariga o'zimizni O'zbekistonlik musulmon opalarimiz ham bundan keyin qo'limizdan kelgancha Avazbek qattiq turib, o'zimiz yoningda bo'lamiz, yordam beramiz deyishyapti. Alloh rozi bo'lsin. Mana sinimizni yuvib kafanlab tayyor qilib qo'ydik. Inshaalloh ertaga O'zbekistonga uchib ketadi. Hali aytganimdek, bu insonni muhokama qilish bizga emas. Bu insonni muhokama qilib jazo beradigan yoki savobiga ko'paytirib beradigan Robbisi bor. Shuning uchun hali biz o'zimiz oxirimiz qanaqa bo'lishini bilmaymiz. Shuning uchun iltimos sizlardan yaxshi gumonda bo'linglar. Agar men juda ko'p ko'raman shunaqa o'z joniga qasd qilgan holatlar juda ham ko'p ko'raman. O'sha insonlar shunday holatda bo'ladiki, ularni agar oldida odam bo'lsa, kimdir olib qoladi o'sha holatdan-da. O'sha holatda ular faqat yolg'iz bo'ladi. O'sha holatini eng qizig'i o'sha marhumani yoki marhumni o'zi biladi. Shuning uchun hech kim o'shanaqangi holatni ko'zi bilan ko'rmagan, ko'rganda ham bari saqlab qoladi. O'sha kuni bu yolg'iz bo'lgan. Shuning uchun biz buni holati qanaqa bo'lgan biz uni bilmaymiz. Hech kimi boshiga farzandlarini, nevaralarini boshiga hech qachon bunaqa kun tushmasin.
opalarimizdan Alloh rozi bo'lsin, ancha og'irimizni yengil qilishdi. Menga haligi bir ikkita negativ yozayotganlar, mana shu telefon raqamim Instagramda turibdi. Men adresi yo'q, yo telefon raqami yo'q, yo yatta-batta bekinib yurgan odam emasman. Bemalol gaplaring bo'lsa telefon qilaverasizlar, lekin marhumani haqqiga nima bo'ldi, qana bo'ldi deb turib gumonlab yatta-batta haligi layk uchun, prosmotr uchun kontent qilib yurmanglar. Keyin yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. O'tgan safargi videoda aytmagan ekanman. Bu qizni haligi testini topoldik uydan. Qornida bolasi bor ekanmi? Avazbek nima bo'ldi ekan, o'shani aytmay ketibsan videoda deyishgan edi. U test ancha vaqt oldingi narsa ekan. Buni mana Farid opam o'zi kecha aytib berdi menga, nima bo'lgan, qana bo'lgan, qayerda bo'lgan. U vaqt bu o'sha o'lgan paytida qornida bolasi bo'lmagan ekan. Bu ancha oldingi test ekan. Oddiyroq qilib tushuntirganda, Titanikda aysberg qulatgan-ku, o'sha aysberg dengizdan jichcha joyi chiqib turadi, uni asosiy joyi dengiz tagida bo'ladi. Biz qilayotgan ishlarimizni ham o'sha Instagramda 3 minutlik, 10 minutlik videolarda jichcha joyini ko'rsatamizda, sir-sinoatlari, qiyinchiliklari, xullas hamma azob uqubatlari o'sha biz ko'rsatmayotgan buni offline hayotda bo'ladi. Bir kunda biz nokaut bo'ldik, bir kunda oyoq qo'limiz ham, yuragimiz ham tugadi. Bunaqa ish bizga emas ekan, lekin baraka topsin shu bola. Faqat o'lgunimizcha shu bolani duo qilamiz. Butun o'zbek ayollari hech charchamasin, hech kasal bo'lmasin. Agar kuchinglar yetsa shu bolaga shogird turib, Koreyada yonida o'rganinglar, o'liklar ko'chada qolmasin. Iltimos sizlardan. Mana biz ham o'rganamiz. Qo'limizdan kelgancha mana shu hamma qizlar puldanmi, yuvishdanmi, boshqa narsadanmi yordam beramiz. Faqat yaxshilik tomonidan. Bu bir kishining ishi emas, to'g'ri. Shunaqa o'zingizga iltimos sizlardan qiyin g'iybatni to'xtatinglar. Alloh rozi bo'lsin. Kim nima qilgan bo'lsa, o'sha o'zi javob beradi. Pokistonlik opalarimiz pastda ya'ni nima yordam bo'lsa, har doim shay turishadi. Baraka topsin. Alloh rozi bo'lsin, duo qilib Bugun qo'yinglar. bular ham juda shok bo'lishdi. Hammanglar o'zbekmi dedi. O'zbekistonmi dedi. Hammamiz O'zbekiston dedik. Hammanglar o'rtoqmi dedi. Hammamiz o'rtoq dedik. Men bunaqasini ko'rmaganman. Nima bo'lgan bu qizga dedi. Bu zo'r qiz edi, shunaqa ro'mol o'ragan qiz edi. Hammaga yordam berardi, dasturxonlar manaf qilardi deb tushuntirdik. Pokistonlik opalarimizdan bugun o'rgandik. Mayibni yuvishdi, jasadni yuvishdi. 17 yildan beri mana Koreya davlatida yashab kelyapman. Bu yog'iga yana qancha yashayman, Alloh uni biladi. Qo'limdan kelguncha ehson, o'zimni vaqtimni, mehnatimni ehson qilishga men qachon chaqirsa, avvalambor chaqiradigan qilmasin Allohim. Xizmatingizda tayyor turamiz. Yo'lim to'sma yolg'on dunyo, ketib olay, qoyin tavof etib olay, to'xta ey xalq yetib olay, tobut mingan otam mening, hech topilmas donam mening, qoch ey dunyo tutma qo'lim, yetar shuncha to'sding yo'lim, mehrim gazar mehrim o'lim, tobut mingan onam mening, hech topilmas donam mening. Dünya dedim ketdim uzoq, shon obro'ga qo'ydim tuzoq. Dünya dedim ketdim uzoq, shon obro'ga qo'ydim tuzoq. Yaydek qaddi sochlaroq, yaydek qaddi sochlaroq, tobut mingan otam mening, hech topilmas donam mening, tobut mingan otam mening, hech topilmas donam mening. Bir bormadim topib imkon, olib 4,000 so'mlik non. Bir bormadim topib imkon,
inon yo'lim poylab bergan durjon yo'lim poylab bergan durjon tobut mingan otam mening hech topilmas donam mening bilmasamda farzlarimni jim tinglaru arzlarimni qanday to'lay qarzlarimni qanday to'lay qarzlarimni tobut mingan onam mening hech deganlaringga rozi bo'linglar sizlar. Sog' bo'linglar. Sizga ham alohida rahmat.